Men xudo xolasi katta bo'lsam, ota-onamni hajga jo'nataman, umraga jo'nataman. Nimaga jo'nataman? Billo boraman deb niyat qilib. Umra biznes haqida. Allohning nomidan gapirishga hech kimning haqqi yo'q. Yulduz Usmonova sizga qarindoshlik joyi yoki yaqin tanishligingiz bormi? Men shu narsani o'zimga gapirishga dastur qilib kelgandim kelayotganimda. Mabodo shunga yaqin savol berilsa gapiraman. Agarda shu savolni berishmasa ham, menga 1 minut beringlar deb so'rab gapiraman degandim. Nima edi aytaymi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun Qahvaxona Talks podkastini 2-sonini boshlayapmiz. Bugungi mehmonimiz Bahodir aka, Sarvar aka bizga qo'shiladi hozir. Bahodir aka, qahvangiz. Bismillah. Assalomu alaykum Bahodir aka. Sog'liklaringiz yaxshi? Assalomu alaykum. Bizni hurmat qilib, bizni davramizga qo'shilganingizdan o'ta xursandmiz. Rahmat. Endi jamoatchilikka, bizni tinglovchilarimizga o'zingiz ozgina tanishtirib o'tsangiz. Ismim Bahodirjon, Andijonliman. 38 yoshdaman. Yoshim kimgadir qiziq bo'lishi mumkin-da. Andijonda faoliyat ko'rsatganman. Hozirda faoliyatim Saudiya Arabistonida Saxovat Travel degan bizning travel kompaniyamiz bo'lardi, turizm kompaniyamiz bo'lardi. Ana shunda Saudiya Arabistonida, ya'ni ziyoratchilarga xizmat ko'rsatish gid 50 yosh sifatida hozirda Muhtasham Travel tur firmasida faoliyatimizni davom ettiryapmiz, xudo xolasa. Asosan umra. Asosan umra faoliyati bo'yicha. Nomlarga kelsak, men doim qiziqqan narsa ism tanlashda, nom tanlashda qiziqaman. Hozir mana Muhtasham deb atadingiz. Oldin Saxovat edi ekan. Muhtasham nomini kim berdi va qanday ilhomlantirdi bu nom? Muhtasham nomi berilishiga biz aloqamiz yo'q, to'g'risini aytaman. Sabab Muhtasham nomi biz ular bilan birgalikda faoliyatni davom ettirgunimizga qadar o'ylab topilgan nom. Bizni Saxovat degan nomimizga ruhiyat tarafidan mos bo'lganligi uchun Muhtashamni tanladik. Ham nomi, ham undagi faoliyatdagi servis xizmati deydi. Servis xizmatlari shu bilan birgalikda ziyoratchilar uchun yaratilayotgan sharoitlar. Hamda u joydagi rahbariyat bilan biz ruhiyatimiz yaqinligi. Shuning uchun Muhtashamni tanladik. Demak, bu nom Tanlangan nom. Sizlarga ma'qul keldi? Bizga ma'qul keldi. Saxovat nomi avvalgi Saxovat fondidan Saxovat insonlar muhtasham darajaga chiqdi. Yaxshi. Kofeda ichib tursak bo'ladi. Ichsangiz bo'ladi. Bahodir akani Instagramda ko'pchilik kuzatuvchilari bor. Ijtimoiy tarmoqlarda faol Bahodir aka. Faollik, masalan, sizda misol uchun Saxovat fondida sizni ko'pchilik Andijonda, Toshkentda ham ko'pchilik tanigan, Vodiyda ham ko'pchilik tanigan. Bu keyingi faoliyatingizda ham yordam berdimi bu narsa? Masalan, sizni taniydigan odam sizga ishonadi-ku, masalan, siz omonatdor odam deb bilishdi, sizni Saxovat fondida. Keyin umrada ham bu narsa sizga foyda berdi, ya'ni. Albatta. Endi Instagram faoliyatini yurgizishdan o'zi asosiy maqsad avval Saxovatni aytganimizdek mana shu ehson tarqatish jarayonlari deymiz. Endi odamlarga moddiy ko'mak berish yoki ularni qaysidir ma'noda ruhan qo'llab-quvvatlash. Bu yerdagi asosiy e'tibor ruhan qo'llab-quvvatlashda bo'lgan. Biz asosiy maqsadimiz, ya'ni ana shu joyda moddiy tarafdan qiynalib turgan yoki ota-onasi dunyodan o'tgan yoki yakka yolg'iz qolib ketgan keksalarimizni ruhan ko'mak berish ularga. Biz olib borgan narsa ularning hayotida bir narsani o'zgartirmagan. Lekin ular biz kimgadir kerakmiz ekan. Biz orqamizdan prezidentimiz birinchi bu narsani Saxovat ko'mak loyihasida targ'ib qildilar. Undan keyin ilhomlandi, hamma qilganlar shunda ilhomlandi, volontyorlar deyiladi. Ilhomlanildi. Asosan maqsad bitta bo'lgan, odamlarni ruhlantirish, ularni dunyoga qarashini o'zgartirish go'daklarda ayniqsa. Endi unda keyinchalik Saxovat Travel ochiladigan bo'lsa, Saxovat Travel faoliyatimdan foydalanaman degan niyat bo'lmagan. Saxovatni ehson tarqatish jarayonidagi yoki tadbirlar, qariyalar uylari, muruvvat uylari yoki boshqa jarayonlarimizda, hatto Rossiyada yurib uy topolmasdan borishga yo'l manzili bo'lmaganlarda hamkorlikda Rossiyadagi firmalar bilan tekinga olib kelish jarayonlarimiz bo'lgan, operatsiyalar bo'lgan. Shu jarayonlarda shunchaki odamlarga yoritib berishlik uchun o'zini alohida rasmiy sahifasini ochganmiz. Shundagi ayrim vaziyatlarda o'zimni ham yoritgim kelgan voqealarni yoritib berganligim uchun o'zimga alohida profilimga, shaxsiy profilim yuritishni boshlaganman. Lekin aynan bunaqa darajada hozir mana 300 mingdan ziyod, masalan, kuzatuvchi bo'ladigan bo'lsa, masalan, umumiy kuzatuvchilar bir oylik ahvat deydi 11 million, 17 million atrofida bo'lib turadi. Bo'ladigan bo'lsa, lekin bunaqa bo'lib ketadi. Keyinchalik buni men Saxovat Travelda foydalanib qo'llanaman degan niyat bo'lmagan. Ya'ni
saxovat fond paytida buni bunchalik o'zi Yo'q. axlat ham yo'q edi o'zi. yo'q axlat yo'q edi bunchalik. Ha, unchalik bo'lmagan. Yo'q. Asosan kuzatuvchilar Telegramda bo'lgan. Ha, yana bitta narsa, misol vodiydagi saxovat bu fond tashkillashtirilgandan keyin bu volontyorlik tashkillashtirilgandan keyin men kuzatganman shaxsan o'zim. O'zbekiston bo'yicha bu shunaqa volontyorlar ko'paydi. Ya'ni sizlardan ilhomlanib keyin chiqqanlar, yana boshqa joylarda ham paydo bo'lganlar ko'paydi. To'g'ri. Menimcha men kuzatganlarim ichida, men ijtimoiy tarmoqda ko'rganlarim ichida birinchilardan deb sizni bilsam kerak. Agar undan oldin bormidi yo'qmidi bilmayman. Rahmat bilarkansiz deydi. Ha, ya'ni birinchi deb sizni bilaman. Ha, yana bitta nimasi, sizda ijtimoiy tarmoqda, Instagramda chiqishingizdan oldin ham sizda saxovatga o'sha saxovat bor edi. Ya'ni oldin yoritmagan bo'lsanglar ham, lekin bor edi bu narsa, to'g'rimi shunaqa? Ya'ni bizni tanishlarimiz bor, siz bilan borib turib birdamlikda ishlaganlar bor edi, boshqa Xizmat qilgan yigitlar bor, xizmat qilgan bolalar bor edi. Eshitganmiz. Lekin bu nima deydi, katta ish bo'lgan. Katta ish bo'lgan, ha, juda ham katta ish bo'lgan. Bu joyda aytganimizdek asosan e'tiborimizni birinchi odamlarni ruhiy qo'llab-quvvatlashga, shu bilan birgalikda endi sektorlar bo'ldi, keyin rahbarlardir sektorlarga bo'ldi. Shu bilan birgalikda aholini haligi moddiy ehtiyojmand qatlamini ozgina bo'lsa ham hayotga yo'naltirishlik uchun harakat qilingan. Andijonda o'zida boshlaganmiz. Birinchi Qo'rg'ontepa Muruvvat uyidan boshlaganmiz. Ha, Qo'rg'ontepa. Qo'rg'ontepa. U yerdagi bolajonlarni ko'rsangiz, aslida biz kasal ekanmiz deb chiqasizda, u yoqqa kirgandan keyin ularni ruhi sog'lom. Vujudi xasta bo'lishi mumkin. Masalan, qaysidir sindrom bilan kasallangani, qaysidir xastalik bor, lekin ruhi sog'lom. U sizni ruhi bilan qabul qiladi. Bu bolalar sizga mehr beradi. Hozir eng yo'qolgan narsa mehr hozirgi zamonda. Keyin shu mehr to'xtab qolmasin deganimizda tarmog'imiz o'zimiz bilmagan holat, endi Alloh xohlasa hech gap emas, bilmagan holati kengaygan, ya'ni harakatini sababini qilganmiz, xalqimiz qarab turmagan. Eng asosiysi xalqimiz qarab turmagan, doim qo'llagan, har haftada 200 ta, 300 ta xonadonga xabar olinardi. Har haftada. Keyin bitta xonadon bilan chegaralanmardik, viloyat tumanlardagi xonadonlar, Ulug'nordagi qishlog'imi borardik. Xonoboddagi qishlog'i, masalan, Andijonning chekka joylarini oladigan bo'lsa, borardik, kirardik, xonadon kirib ko'zimiz bilan, hatto shunaqa holatlar bo'lardiki, agarda bizga noto'g'ri ma'lumot berilgan bo'lsa, olib kirgan narsamizni qaytarib olib chiqib ketgan kunlarimiz ham bo'lgan. Bu saxovatdagi voqealar bu alohida mavzu. Ya'ni bu yerda ba'zi holatlar bo'ladi, masalan, ehson talab bo'lib o'zi chaqirtiradi, lekin borib qarasangiz u yerda boshqa holat bo'ladi. Ya'ni bunaqalarni biz ham orada eshitganmiz. Endi bitta savol, saxovat nimaga to'xtadi? Yo'q, saxovat to'xtamadi. Ko'pchilik shu fikrda. Oldin saxovatda, mana bu yil 5-yil faoliyati. Oldin saxovatni xalqimizdan olib xalqimizga berardik. Biz o'rtada vositachilik, xolos, Instagramga, Telegramga biz bu hafta masalan Andijon shahridagi 300 ta xonadonga bormoqchimiz deb biz mablag' emas, mahsulotlarni yozardik. Kartoshka kerak 500 kilo deb to'liqroq tushuntirsam. Shunaqa yozardik. Sababi pul bergan odam pulini qayerga ishlatdikin degan xayolda bo'lmasdi. Kartoshka berardi, kartoshka 500 kilo kelsa 5 kilodan 100 taliga bo'lib qo'yardik. Masalan, bergan odam ham ko'ngli ishonchi komil bo'ladi-ki, xonadonga borishligiga masalanda. Oldin xalqdan olib xalqqa berganimizga ba'zi haligi odamda vasvasa, shayton degan narsa bo'ladi. Narsalarimiz qayerga boryapti, kimlarga berilyapti degan savollar bo'lib qolishi mumkin edi. Shuning uchun video отчет qilardik, rasm отчети bilan birga qilardik, xalqqa ko'rsatardik. Mana sizlar bergan ehsonlarni mana shunaqa muhtojlarga berdik va ular mana shunday duo qildi sizlarni. Ya'ni ijtimoiy tarmoq bu hisobot vazifasi, отчет tariqasi, hisobot tariqasida bo'ladi. Ular sizlarni mana shunday duo qildi, u ruhlantiradi ehson qilgan odamni. Yana ham ehson qilishligiga yoki yana ham haligi insonlarning holidan xabar olishligiga turtki bo'ladi. Haligi videoda masalan siz ehson tarqatishga yoki ehson berishga kelmadingiz, ko'rdingiz, to'xta, xuddi shunga o'xshagan xonadon bizning mahallamizda bor-ki, shuni bularga aytmasdan o'zim kirib qo'yaray deydigan bo'ldi. Ko'pchilikka turtki bo'ladi. Ruhlantiradi, motivatsiya berish. Shuning uchun biz video hisobot qilardik, video hisobotlarimizni joylardik Instagramga, ijtimoiy tarmoqlarga. Endi Allohga shukr, buni aytsam bo'ladi. Noto'g'ri tushunishmaydi degan umiddaman. Endi mana 1 yil, 1,5 yildan beri shu narsaga o'zimizni qodir qildi Xudoyim. O'zimizni qodir qildi. Oldin xalqdan olib xalqqa berganligimiz uchun xalqqa ko'rsatardik hisobot tariqasida. Endi biz o'zimiz qilyapmiz, birov ko'rsatishimiz shart emas. Davom etyapti. Tarmoqlari qisqargan bo'lishi mumkin.
Tarmoqlari qaysi ma'noda? Saxovatda juda ko'p tarmoq, operatsiya tarmog'i bor edi. Masalan, bemor qizaloqlarimizni jarrohlik operatsiyasiga yetmagan mablag'iga yordam berish, ana shu aytganimizdek Rossiyaga ishlagani ketgan, ishlayman deb borgan, aldab qo'ygan kimdir, pasporti qo'lida yotgani joyi yo'q, qaytishga biletiga puli yo'q opalarimizdan 28 tasini olib kelganmiz O'zbekistonga biletini olib berib. Shunaqa Musaffo turizm degan bilan hamkorlik qilganmiz. Shular jo'natardi, O'zbekistonga jo'nataverardi. Yomon yo'lga kirib ketmasin, u joyda adashib sotilib ketib qolishi ham mumkin edi u paytlarda. Vaziyat shunaqa bo'lgan. Shu yomon yo'lga o'tib ketib qolmasin deb turib 28 tasini O'zbekistonga olib kelib, endi faqatgina hozirgi asosiy e'tiborimiz bolalarni ta'limga yo'naltiryapmiz. Aynan ota-onasi dunyodan o'tib, buvisini o'g'lini qo'lida qolib ketgan, yolg'iz qolgan buvijon endi ko'pchiligi pensiyada yashaydi. Pensiyalarimiz bilamiz 1 million, 1,5 million, 2 millionga yaqin bo'ladi. Bolalarni tirikchilik uchun yetadi. Qo'shimcha darslarga mablag' yetmasligi mumkin. Hozir ko'p o'quv markazlarida baribir oylik to'lovlari bor. Shularga biz ta'limga yo'naltiryapmiz. Til o'rgatishga, hunar o'rgatishga, kelajagi butun bo'lsin. U bo'lyapti va bundan tashqari keyin buni odat qilganmiz. Masalan, mana travel faoliyatida ko'rsatyapmiz. Har oyda eng kamida 2 tadan muhtoj bo'lgan mana obodonlashtirishdagi xizmatidagi onalarimiz bor. Ularni ona deyman, obodonlashtirishdagilar. Kasalxonalarda sanitarka bo'lib ishlaydigan onalarimiz bor. Kirsiz kechasi 2 bo'lsa ham koridorni tozalab bergan onalarimiz bo'ladi. Soat 3da, 2da. Shu onalarimizni, maktablardagi ustoz onalarimizni, yolg'iz qolib ketgan yakka yolg'iz onalarimizni, shularni umraga jo'natyapmiz. Bu ham saxovat. Ya'ni davom etyapti, lekin endi отчётga lozim topyapmiz. Ya'ni Facebookda bitta atama bor. Sizda ijtimoiy tarmoqlar sahifalaringizga kirsa, birinchi sizni nima deb tanishadi? 50 yoshi Bahodirjon deb tanishadi. 50 yoshi Bahodirjon. Demak, siz Saxovat Bahodirjon deb bilishadi. Endi aynan Saxovat Bahodirjon traveldagimi, Ehsondagimi unisini bilmayman. Saxovatdagi Bahodirjon desa bilsa kerak. Men ko'p eshitganman-da, ko'p bizda mana umra kichkinaligimizdan hozirgi hatto kichkina bolalardan so'rasangiz, orzuying nima desa, ota-onamni hojga olib boraman deydi, umraga olib boraman deydi. Menda doim qiziq savol bo'lgan, bizni 50 yoshlar, ya'ni sizni o'shanaqa deb tanishadigan bo'lsa, qanaqa sifat, qanaqa ko'nikma, qanaqa bilimga ega bo'lishlik kerak bu maqomda o'ziga 50 yoshiman deb qanchadir miqdordagi insonni sayohatga birga olib ketishligiga. Juda to'g'ri. Avvalo diniy bilimga ozgina bo'lsa ham ega bo'lishlik kerak. Diniy bilimga sabab nimaga desangiz, biz olib borayotgan joy Saudiya Arabistoni qirolligi. U yerda birinchi o'rinda hojlarning xizmatini qilishlik uchun arablar bilan bog'liq ishlar bo'ladi. Arab tilini bilishligi kerak bo'ladi, arabiy savodi bo'lishlik kerak. Undan tashqari diniy bilimga, umra amalida qilinadigan amallar, ziyoratlar davomida odamlarga ruhan yetkaziladigan ilmlar, ularga bilimi bo'lishi ozgina bo'lsa ham mayli. Ozgina bo'lsa ham shunga ko'nikmasi bo'lishi kerak odamda. Men avvalo. Uchinchisi odamlarni o'ziga ergashtirishni bilish kerak. Ergashtirishni, uni muammosi bo'ladi. Umra safariga kim boradi? Yoshi kattalar boradi aksari. Masalan, bitta guruhda 50 ta odam bor deylik, shundan 40 tasi yoshi ulug'lar bo'ladi. Shu men ham ko'p kuzatganman. Bizda yoshi ulug'lar deb hozir aytayotganingiz ikkinchi savolni keltirib chiqaradi. Qiziqaman. Nimaga bizdagilar umra safariga yoshi bir joyga yetganda yoki o'sha yoshi kattaroq bo'lganda ota-onalarimizni jo'natish bu an'anami yoki o'zi shu to'g'ri deb bilinadimi? Yo'q, endi mana shu yerda bitta ham narsa bor bildirib ketadiganim, bundan tashqari eng avval ta'kidlab o'tadigan narsam bor. Oldin aynan umra safari uchun ham bizga kvota berilgan. Bunaqa erkinlik bo'lmagan. Mana muhtaram prezidentimiz tomonidan Saudiya hukumatiga borilib, yangi shartnomalar tuzilgandan keyin umrada kvota degan narsani olib tashadi. Olib tashagandan keyin hamma borishlik uchun yo'llar ochildi. Shu sababli bizda hozir ko'p aksar yosh kattalar borayotganligi oldin kvota deb ushlab turilgan narsa to'siq bo'lib qolgan. Yoshligida borishligi bu birinchi sabab. Keyin shuni odamlarga mana shundan foydalanib yetkazib qo'ymoqchiman. Biz odamlarimiz tilida yomon bir gap bor. Xalqona tilda aytilganda, bolangni uylamaguningcha, qizingga uy qilib bermaguningcha, yoki palonchiga bir narsa qilib bermaguningcha umraga bor bo'lmas ekan, buyurmas ekan deydi. Bu bo'lmagan gap. Yo'q gap bu. Bahodir aka bitta nima, mana shu eng ommalashgan haligi yanglish fikrlardan bittasi. Shuni kameraga qarab murojaat sifatida aytsangiz ham bo'ladi. Bu narsa odamlar millatga kirib qoldi, singib qoldi bu narsa. Ya'ni hurmatli bizni ko'rib turganlarimiz, yoshlarimiz ham, yoshi katta hoji aka, hojonalarimiz va bu ana shu maqomda turganlar.
Bu noto'g'ri gap. Bizni dinimizda aynan o'g'lingizni uylagandan keyin umraga boring. Agar farzandingizni uylamaguncha umraga borsangiz, ochiqdan ochiq aytayotdi, umring qabul bo'lmaydi ekan deyishar ekan. Bu Allohning ishi-da, umrani qabul qilishligi, bandaning ishi emas-da. Allohning nomidan gapirishga hech kimda haqqi yo'q. Hech kimda. Umrani qanday bo'lishligi, necha yoshda borishligi, boshqa bo'lishligi insonning taqvosiga, muhabbatiga bog'liq. Muhabbatiga bog'liq. Bu yo'q narsa. Aynan dinda bunaqa gap yo'q. O'g'lini uylamaguncha umraga borib bo'lmas ekan, palonchi o'g'il 3 ta o'g'lim bor, ikkitasiga uy qildim, uchinchisiga uy qilib bermagunimcha borib bo'lmas ekan, buyurmas ekan deydi. Yo'q, noto'g'ri gap. Uyda nima aloqasi bor ibodatga? Umra ibodat. Uyda to'yda nima aloqasi bor palonchini kimdir uylanishiga, kimdir qizini turmushga berishligiga? Bu noto'g'ri narsa bo'ladi. Quvvatingiz bormi? Imkoniyatingiz bormi? Xudo yo'lingizni ochib turibdimi? Shunchalik imkoniyat bo'lib bugun boring. Ertani kutmang, ko'pchilik yana yilga borarman endi bolam. Yana yilga tirikligingizga kim kafolat beradi? To'g'ri. To'g'rimi? Sog'lom bo'lishingizga kim kafolat beradi? Xo'p, tirik bo'larsiz, umringiz uzoq bo'lsa, lekin sog'lom bo'lmasligingiz mumkin. To'g'ri. Kasal bo'lib qolishingiz mumkin. Men oddiy misol aytay sizlarga. Onamni kecha haj safariga jo'natdim. Mashalloh. Haj safariga ketayotgan paytida onamlarning guruhida uyidan haj uchun chiqqan hojaga chiqaman deb niyat qilayotgan hojaga ertalabda insult bo'lib qoldilar. Nasib qilmadi-da. Insult bo'lib qoldilar, nasib qilmadi. Ya'ni bunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Mana hattoki ish jarayonimizda bo'ldi. Bir hoji dadamiz 3 marta guruhimizga yozildi. Oxirgisida ketamiz deb registratsiyadan o'tib, kutish zalida o'tirgan joyda samolyotga chiqayotgan, davleniyasi oshib ketgan, doktorlar o'lchagan, "Yo'q, samolyotga chiqishga ruxsat bera olmaymiz." Ya'ni sog'liq omonat. Sog'liq omonat, bu yurish turishimiz omonat. Bugun imkoniyatimiz bormi? Ertaga qo'yib bo'lmaydi. Qo'yib bo'lmaydi. Qodir bo'lsangiz borib keling. Bir marta borgan odam keyin talpinadigan bo'lib qoladi. Shuning uchun xalqimizdan iltimos qilgan bo'lardim. Mana shunday palonchini uylamagunimcha bor bo'lmas ekan, o'g'limga to'y qilmagunimcha yoki uy qilmagunimcha bor, bu hammasi bo'lmagan gaplar, yo'q gaplar. Bu safarga chiqishlik uchun moliyaviy erkin bo'lishlik keyin farz qilingan deb bilamiz. Agar farz deyilmaydi bu. Qanday tushuniladi bunda? Umra safariga chiqishlik moliyaviy erkinlik, imkoniyatingiz bor chiqing. Bu ibodat faqatgina moliyaviy o'zingizga haj amali. Haj farzi moddiy qodir bo'lganlarga. Haj bu umra. Umrada qachonki sizda molingiz ko'taradigan bo'lsa, umrada sog'ligingiz ko'targan. Endi bir kitobda o'qigandim, kitob nomi esimda yo'q. Agar sog'ligingiz qodir bo'ladigan bo'lsa, umraga borishligingiz vojib deb bergan. Bu yerdagi moliyaviy jihati bo'lsa-chi, agarki uydagi sharoit moliyaviy tarafdan boshqa narsalarga sarf, moddiyati yetgan odam umrani orzu qiladi. Moddiyati yetgan odam. Moddiyati yetgan odam. Bu yerda ruhiy tetiklik, ruhiy yetuklik talab qilinadimi? Albatta. Albatta. Endi siz umraga borayotganda nima uchun borasiz? Birinchi savol. Hozir hamma nima deydi? G'ashimiz keladigan joyi. Endi biz ham hammaga o'xshab bir kelib qo'yaylik. Xudo sizni kelishingizga muhtoj emas. To'g'risi. Siz bunga muhtojsiz. Ibodat qilishga qilib qo'yaylik deb kelyapmiz-da, yo'q. Sizni qiladigan 2 rakat namozingiz, qiladigan tavofingizga Alloh muhtoj emas. Siz muhtojsiz Xudo sizni kechirishiga. Siz tavba qilgani kelyapsiz. 60 ga kirib kelayotgan bo'lsangiz, o'zgarish uchun kelyapsiz siz. Mana shu yerda men o'zimizni mana dunyoviy deb aytiladigan ilmlar o'rgansak, bitta insonda xulq-atvori o'zgarishligi juda murakkab narsa-da. Shuning uchun qiziq bo'lgan savol, mana siz shuncha insonni ko'mak berib olib borib kelganingizdan keyin o'zgarishlarni ham kuzatganmisiz ularda? Juda ko'p. Qanday o'zgarishlar birinchi navbatda yuzaga keladi? Juda ko'p. Masalan, endi bularni har bittasini sanaydigan bo'lsam, suhbatimiz 5 soatga ham cho'ziladi, lekin shu daraja hozirgi kungacha gapingiz bo'ldi. Hozirgi kungacha mana nechtacha taxminan odam olib borgansiz? Ya'ni siz 50 yoshligingizda borgan odamlar 10 mingdan ko'p. 10 mingdan ko'pmi? 10 mingdan ko'p. Necha yildan beri bu ishda? 4 yil. 4 yildan. 10 mingdan ko'p odamga xizmat qilganmiz, balki bundan ko'pdir. Hali barakasi o'chadi deydik. Eng qiziq 2,5 mingtaga to'g'ri kelyapti. Yillik ekan. Eng qiziq bir esingizda qoladigan voqeasi shu borib kelgandan keyin o'zgarganligi, atrofidagi do'stlari, oilasi siz bilan baham ko'rgan yo o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rgan bir hodisani eslab bera olasizmi? Masalan, bir hoji akam ochiq ayta olmayman shu odamni. O'zlari doktor bo'lgan ekanlar. Endi doktorlarimizni ko'pchiligi baribir estarda davrida yashab doktor bo'lgan, ta'lim olganlardan bo'lgan. Umraga kelgandan keyin shu aka boshida tushunmaganga o'xshab yurdi.
Bir kun Baytullohda o'zim ibodatimni qilyapsam, u akani ham ko'rib qoldim. Endi haramda bir-biringiz ko'rib qolasiz. Men e'tibor qilmadim, bu yerda o'zim ibodatimni qilyapsam, shunaqa tavba qilyapti. Shunaqa tavba qilyapti haligi aka. Aytadiki, keyin o'zidan so'radim. Men dedi shungacha bilmadim dedi. Turistga o'xshab yurardim dedi. Zamzamni to'yib ichganimdan keyin Bahodirjon dedi, qalbim toshga o'xshardi. Baytullohga birinchi nazarim tushganda ham ko'zim yoshlanmadi dedi. Shunday deydi, Zamzamni to'yib bir g'alati deydi, ichimdan sassiq kekirdak keldi deydi. Zamzam kekirtiradi odamni, qanaqadir fazilati bor. Kekirdak keldi, yuragim bir uyib ketdi shu paytda deydi. Keyin 2 rakat namoz o'qiydi dedi. Tavba namoziga o'rgatamiz doim ziyoratchilarni. 2 rakat tavba namozini o'qidim, bo'ldi, sajdadan o'zimni ko'tara olmay qoldim deydi. Shu odamni hozir ko'rsangiz 5 yil oldingi rasmi bilan tanimaysiz. Bu ibodatdan keyin odamni tanasi ham o'zgaradimi? O'zgaradi, nurlashadi. Yosharadi. Nur kiradi, yosharadi, fazilat kiradi. Mumkin soch soqol oqarib ketishi mumkin. Oldin soqol qo'ymagan odam bilan masalan, ozgina soqoli bor odamni bunday yonma-yon qilsangiz, ko'pchilik soqoli bor odamni qari deb o'ylashadi aslida. Masalan, lekin ozgina soqoliga ochsa ham, lekin nurli bo'lib turadi qanaqadir. Yosh kattalarimizni masalan misol qiladigan bo'lsak. Savolingiz yo'q, sizda bo'lsa bering. Menda umra safarida mana 10 mingdan oshiq O'zbekistonda yashovchi, mana bizni o'zimizni dunyoqarashimiz, o'zimizni urf-odatimiz bor insonlarimiz. Ko'pchilikdan eshitganmiz, u yerga borganda baribir bizni ibodatchilar boshqa ibodatchilardan ozgina xulq-atvorda, fe'l-atvorda farqlanadimi? Farqlanadi. Ijobiy tarafdan farqlanadimi yoki ozgina salbiy odatlarimiz ham? Yo'q, men salbiy bormi? demayman. Hech qachon salbiy demayman. Madaniyatli millat bizning millat. Nimaga deyin, bizning millat. Eli boshiga biznikidaqa itoat qiladigan millat yo'q. Men bir ikkita blogerlarni ko'rdim. To'g'risi o'zining shaxsiy lichkasiga ham yozdim. Bir ikkita onaxonlarda, boshqalarda haligi Baytullohda namozga sah bo'lib qolganda oqlab o'tib kelayotgan, endi nomahramdan qochib o'tayotgan joyini videoga olyapti. Siz buni xato qilmaysiz, nima haqqing bor birodar onasining holatini ko'rsatishga? To'g'rimi? Yuzini kameraga olib, yuzini olib ko'rsatyapti. Sen u shaxsiyatni ibodat qilayotgan ayol u yerda. Sen Xudo biladi u joyda sen bilmaganing bilan birinchi Ka'bani birinchi safida Allohning baytiga yaqinlashib, ashita tavba qilib, duo qilib qaytayotgan bo'lishi mumkin. Azonda ish ovozini eshitmagan holat bo'lib qoladi. Endi ichiga kirib ketganingizdan keyin o'zingizni yo'qotib qo'yadigan holatlar bo'ladi-yu. Men millatimizdan borayotgan ziyoratchilarni ayniqsa onalarimiz aytaman, xo'jalarimiz madaniyati bilan ajralib turadi. Madaniyati bilan, o'zini odobi bilan, sahiyligi bilan. Sahiylik qanday ko'rsatadi? Ya'ni xohlagan xojonadan so'rang, uydan ketayotgan paytida ehson uchun albatta nimadir olib oladi. Sovg'a salom oladi. Mana shuncha idishlarga mang'izlar sovagan, mayiz sovagan, qurtob sovagan, ali qurt deydi yana bir tilda masalan boshqa viloyatlar ko'rsa. Qurt sovagan, shokolad sovagan. Tavofda yursangiz kamdan kam turk millatini ko'raman, aksari va o'zbeklarni ko'raman. Tavof turganlarga ham tarqatib yurishadi biznikilar. Qo'rqqanidan tarqatyaptimi yo sahiyligidan tarqatyapti. Madaniyati borligidan, muhabbati borligidan tarqatyapti. Bizni millatni boshqa millatlarni bo'yi hozir kamsitish niyatim yo'q, gapirmayman. Boshqa millatlardan ko'ra o'zbek millatimizdan borayotganlar o'zini madaniyati bilan, odobi bilan, subyektiv kuzatuvingizdan kelib chiqqan fikringiz, ya'ni. Men doim to'g'risini gapiradigan odamman. Ya'ni to'g'risini gapiradigan odamman. O'zbek, tojik, mana tojik millatiga ham xizmat ko'rsatamiz. Tojikistonlik yurtdoshlarimiz ko'p, endi vatan nima deydi? Millatdoshlar deydi. Tojikistonlik qo'shni davlatdan kelganlariga, Qirg'izistondan kelganlariga ko'piga xizmat qilganmiz. Qozog'iston, biz O'rta Osiyo boshqa baribir. Qonimiz birda bizni. Qonimiz bir, millatimiz farq qilgan bilan tojik boshqa deb qo'ygan bilan asli otamiz bir. Masalan, kelib chiqishiga qaraydigan bo'lsak, baribir boshqa. Bizda bir tavof qildirishda yoki o'sha ibodatini billa olib yurishingizda qancha katta bo'ladi guruh? 20 ta odam bo'ladimi, 30 ta odam bo'ladimi? Eng kami 50 ta bo'ladi. Eng kami 50 ta. Ularda har bittasini o'zini jismoniy, ruhiy, aqliy talablari bo'lsa, bir umra boshi ulg'ila oladimi? Ha. Sababi umraga chiqishdan oldin men o'zim taktikamni aytyapman. Birinchi mehmonxonalarga joylashadi. Avval biz Madina Munavvaraga payg'ambarimiz oldiga boramiz. Bu zot muboraklarini oldidagi ziyoratlarimiz bo'ladi, ibodatlarimiz, odoblarimiz, salovatlarimiz qilamizda, odamlarimizni shu joydagi suhbatlarda Makkaga tayyorlaymiz.
Madinani odoblari bilan birgalikda Makka Mukarramada qiladigan amallarga. Makka Mukarramaga 5-6 soatlik yo'l bilasizlar, avtobusda borishlikda yo'l-yo'lakay yana tayyorlanadi. Qaysi ma'noda? Masalan, Baytullohning yaratilish tarixi. Nima uchun? Hozir ana shu ko'rgani borayotgan Ka'baning tarixini bilish kerak edi. Biz ustozlarimiz aytadiki, 4 ta narsani tarixini bilishligi shart musulmon deydi. Birinchisi deydi Ka'ba-i muazzamani tarixi, ikkinchisi dini islom, uchinchisi payg'ambarlar tarixi, to'rtinchisi kitobi Qur'onning tarixi. Shu 4 ta tarixni bilishi shart deydi. Ota-onasini taniganday tanish kerak deydi. Biz tanishtirib ketamiz Ka'baning yaratilish tarixi, amallar qanday qilinadi. Mehmonxonaga tushgandan keyin mehmonxona masjidiga joylaymiz birinchi. Xonalarga joylangandan keyin chaqiramiz, aytamiz. Kimni oyog'i qodir emas, yosh kattalar bor-da. Oyog'ida yurolmaydi tavofga, qiynaladi. Kimdir 6 soat avtobusga kelganda oyog'i ishib ketishi mumkin, osiltirib o'tirganligidan oyog'ini sog'ligi ko'tarmaydi. O'zlari aytadi, yoshlar ulug'larimiz boshqalari aravada nogironlik aravachasida chiqariladi. Qolganlarga hamma narsasi tushuntiriladi, qanday tavof qilinadi, boshqa bo'ladi, hamma yo'g'i tushuntirilib, keyin Allohning baytiga olib chiqamiz. Bir sayohatda bitta umra boshini o'zini, ya'ni yordamchisi, hamkasbi bo'ladimi? Agarki siz orib qolsangiz. Albatta. Endi bizda bugungi kungacha kelgan hamma ziyoratchilarimizga o'zim qarashlikka harakat qilganman. Nima uchun? Yaxshi ko'raman. Kimni duosi ijobat bilmayman-da. Siz ham bilmaysiz, men ham bilmayman. Shularning bittasini duosi o'tib qoladigan bo'lsa, meni ham gunohlarim Xudo kechirsa. Ilohim sizdan Alloh, biz o'zbek tilimiz zo'r duosi bor. Oddiy suvni olib kelsam Alloh rozi bo'lsin aka deymiz. To'g'rimi? Ana shu Alloh rozi bo'lsin gapi bilan Xudo rozi bo'lib qoladigan bo'lsa ne'matda. Shuning uchun hammasiga o'zingiz xizmat qilasiz. Hammasiga endi yordamchilarim bor, yordamchilik boshlarim bor, Yahyoxon qori, Jamshidbek qori, shogirdlarimiz bor, ukalarimiz bor. Shogird demaymiz, ukalarimiz bor. Ularda o'zlarining vazifalari bor. Men qiladigan vazifalarim bor. Mendan keyin ularda qiladigan vazifalari bor. Hammasini taqsimot qilib olganmiz, ya'ni haligi qo'pol aytganda relesga tushib olganmiz. Bizda tizimlashtirilgan. Tizimlashtirilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda umra sayohatini sukunat, sokinlik, sakinat, ya'ni hamma ko'rsatadi, faqat ibodat paytini, chiroyli ibodatlar bo'ladi. U yerda ham bo'ladimi odamlar qandaydir bosim ostida, to'polon, ya'ni siz ko'rishni xohlamagan holatlar, epizodlar ham bo'ladimi? Bo'ladi. U odamning kayfiyatini tushirtiradimi? Agar birinchi marta umra qilayotgan bo'lsa, u shunda ta'sir qiladimi unga ruhiy? Umra qilayotgan odamni hayoli tamomila tavbada bo'ladi. Shuni o'ylayman men, o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam. Aynan umra qilayotgan paytida, masalan, unaqa narsaga e'tibor bermasligi mumkin. O'zini tavbasi bilan tavof qiladi, sa'y qiladi, namoz o'qiydi, duo qiladi. Umra qilib bo'lgandan keyin har kuni tavof qilishlik uchun Masjidil Haromga borgan paytida Baytullohda har xil holatlarni ko'rishi mumkin. Hozir mana ochiq aytishimiz mumkin. Masjidil Haromda boshqa millat vakillaridan ehrom kiyib olib, yolg'on gapirib pul topib to'laydigan, so'raydiganlar ko'payib qolgan. Undan tashqari sumkangizni qo'yib namoz o'qiyasiz, o'g'illik qiladiganlar ko'payib ketgan. Haromning ichida ham bor. Men doim ogohlantiraman hoji akalarim, hoji onalarim, iltimos o'zingizlarga ehtiyot bo'linglar. Sababi juda ko'p yaqinlarimizni namoz o'qiyapti, namozini buzolmaydi, oyog'on tagidagi sumkasini sekin yig'ishtirib olib ketganini ko'p bo'ldi, unaqa holatlari. Shuning uchun Haram-i Sharifda kameralarni kuchaytirdi, nazorat kameralarini kuchaytirdi. U bor. Yana bir holat bor, endi buni ham aytsam bo'ladi, jin kirib olgan holatlari bo'ladi. Jin kirib olgan odamlar Haram-i Sharifga kelgan paytida ayrimlarining jinlari nog'la qilib yuboradigan, ya'ni isyon qiladigan vaziyati bo'lib qoladi. Bu qo'rqinchliroq vaziyat. Yoningizda turgan ayol birdaniga dod devorishi mumkin. Ka'bani ko'rgan paytida Ka'baga yaqinlashganda bir tutib qolishi mumkin. Hech esimizdan chiqmaydi. Yahyobek qori bilan Baytullohda ziyoratchilarimizga Baytullohda qiladigan amallarni tushuntiryapmiz. Tushuntirayotgan paytimizda bir ayol keldi, hindistonlik ayol. Yonimizda arablar ham, o'zbeklar ham, qirg'izlar ham, hamma millat bor. Ayol keldi, dedim, Yahyo mana ayolda dedim, jinborga o'xshayapti dedim qilig'idan. Haligi yuzi sog'lom emas. Sog'lom, lekin aqli joyida emasligi bilinib turibdi. Jin kirgan odam o'zida bo'lmaydi-da. Endi buni Instagramda ko'p yozdilar. Keldi, kallasini qimirlatdi. Bir payt kiyimlarini endi yechaman deydi. Biz ehromimiz bilan o'rab oldik, tepadagi ehrom bilan. Tashlab ashitda jon berdi. U yerda ko'zingiz oldida jon berish holati ko'p bo'ladi. Oyog'ingiz tagida jon berib qo'yadi, qo'lingiz tagida, qo'lingiz ostida jon berib qo'yishi mumkin bo'ladi. U aslida kimnidir ruhan tushkunlikka emas, aslida odamlarni yana ham haligi ruhan ko'tarilishiga sabab bo'lishi ham kerak. Bu odamga yetishgan baxt endi u yerda jon berish. Nima uchun men yetisha olmayman degan holatda. Savolingiz bo'lmasa bitta savol. Bering.
Umra biznesi haqida. Umra biznesi bizda O'zbekistonda umraga tur firmalarga ruxsat bergandan keyin bu to'g'ri hammada o'ziga yarasha misol uchun manfaat borligi uchun bu ish qiladi. Endi qanchadir foiz savobi ham bor. Lekin masalan umra biznesi balkim litsenziyadan keyin qanchadir tartibga tushgandir. Tushdi, ancha tushdi. Ha, ya'ni undan oldingi holati haddan tashqari marketing biznesga aylanib ketgan edi. Meni tushunishimcha shunaqa edi. Hozir qancha foizga tozalandi? Ya'ni 60% deya olmayman. 60% tartibga tushishligimi? Ha. 60% deymiz. Mana kechagi kun aynan Muhtasham Travel rahbariyatimiz bilan gaplashganimizda ular aytdiki, yana ham shu litsenziyali firmalarda borishligini targ'ib qilaylik. Dedi, nimaga desangiz, sabab litsenziyalangan firmani zaxira puli bor-da, endi davlatimizga qo'ygan $1 million. Agar mabodo bir nimadir bo'lib kelsa, ana shu pulni hisobidan qaytarib olib kelishi yoki ularni ta'minotlari, boshqalari bo'ladi. Litsenziyali firmalardan borib kelishlik 60%, 70% ga tartibga tushdi. Hozir nechta litsenziyali firma? 14 ta. 14 ta. Bu boshidagi 14 ta, hali ko'paymadi. Yo'q, boshida 12 ta edi, keyin ikkita qo'shilib 14 ta. Ha, ikkita qo'shildi. Hozir 14 ta. Endi ikkinchisi nimasi? Masalan, o'zini nomi bilan ishlayotgan umrachilar bor hozir masalan. O'zini nomi bilan ishlaydi, boshqa firmani litsenziyasi bor firmani litsenziyasi bilan jo'natadi. Ya'ni bu o'zi qonuniymi? Yo'q, bu endi litsenziyasi bilan jo'natadi deyilmaydi. Agar odam to'plab beradi. Yo'q, litsenziyasi bor firma bo'ladigan bo'lsa, uni rahbariyati rozilik berib va undan tashqari O'zbekiston Respublikasi diniy qo'mitasi rozi beradigan bo'lsa, filial sifatida ishlashi mumkin. Filial. Qonuniy filial. Ya'ni qonuniy bo'la oladi. Agar filial bo'lmaydigan bo'lsa, filialga ruxsat berilmagan bo'lsa, agent sifatida ishlashi mumkin. Agent odam yig'ib turib, ana shu firmaga beradi. Mumkin $10 mumkin $15 o'zini foydasini qo'yadi. Uni masjid davlat tomonidan ajratilgan 50 yoshlar, yo'lboshchilar, rasmiy domla imomlarimiz va bundan tashqari ana shu O'zbekistondan ro'yxatdan o'tgan aviakompaniyalarda olib ketishadi. Haligi masalan nomidan foydalanib ishlayapti, boshqa unaqa narsa bo'lmaydi. Yo'q, agent bo'ladi yoki filial bo'ladi. Hozir tartibga tushdi. Anchagina. Nimaga deyin? Qayerdan bilyapsiz? Buni siz ham bilyapsiz. O'tgan yil Ramazonda o'zbeklarimizni Saudiyada qiynalganligi to'g'risida juda ko'p video tarqagan Telegram gruppalarda. Aeroportlarda qolib ketganlari. Bu yil tarqamadi. Shundan ham bilsa bo'ladi-da. Shundan ham bilsa. Bu yaxshi, prosta bir ikki umrachilarda reklamalarida diniy kontent bilan reklama qilyapti-da. Bu o'qisangiz bu narsani hozir men bu yerda aytishim g'alati bo'ladi, lekin haddan oshib ketgan. Ya'ni haddidan oshgan, chegarani buzib o'tib ichkariga kirib reklamaga olib kiryapti-da so'zlarda. Ya'ni bu yerda diniy nimalar bor, ya'ni motivlar bor, ya'ni shunga o'xshagan narsalar bor. Nima deydi? Masalan, bitta misol keltirishim mumkin. Qanaqadir bir Ramazonda u yerda o'tkazishda gunohlaringizni kechirishini xohlasangiz ketdik ro'zada borib kelamiz deyapti. Ya'ni bu уже sen kafolat bera olmaydigan narsaga. Endi Ramazon oyi ro'zasi uchun hadis bor. Endi bu kafolatlangan deb reklamaga qo'yadigan narsa. Gunohlaringiz kechiriladi degan va'dani hech kim bermaydi. Ya'ni kechirilishi uchun degan bitta esimda qolgan edi, shu narsa qilinadi. Lekin Ramazon oyi uchun ko'pchilik masalan reklamaning ichiga ana shu gapni hadisda qo'shishi mumkin. Payg'ambarimiz alayhisalom aytganlar, kim Ramazon oyida umra qilsa, men bilan haj qilgan savobini oladi degan. Masalan, shunga mos ravishda da'vat reklama qilgan bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz bilan haj qilgan savobga ega bo'lishni xohlaysizmi deb turib. U bo'lsa yolg'on bo'lmaydi. Masalan, lekin agar siz aytmoqchi gunohlaringiz kechirilishini xohlaysizmi desa, u noto'g'ri bo'ladi. Men so'zma-so'z esimda yo'q. Masalanda, lekin shunga o'xshagan ma'noda bor edi. Lekin bu masalan reklama nuqtai nazaridan ham reklamani oshirib yubormaslik kerak. Bundan tashqari yana bir tarafi borki, ko'p tur firmalarda, noqonuniy tur firma, bu tur firma qonuniylarda emas, noto'g'ri narsalar bo'lyapti. Buni ham aytib o'tishimiz kerak. Sababi 50 yoshlarimiz deb turib biz rasmlarimizni qo'yib olgan odamlar ham bo'ldi. Aynan o'zimiz hozir ziyoratchilarimizdan bitta gostinitsaga tushgan, liftda chiqib ketyapsam, betimga qaradida, siz dedi, nimaga unaqa noto'g'ri ish qilasiz dedi. Xorazmlik ayollar, nimaga noto'g'ri ish qildim hoji, siz endi ko'rib turibman. Desam, bizni sizga deydi, biz sizni mashhur palonchilar bilan yurganlaringizni internetda ko'rardik. Bizga siz 50 yoshi bo'ladi degan mana rasm bilan bo'ladi. Nimaga o'zingiz mana endi ko'ryapsiz, kelganimizga 10 kun bo'ldi. Sizni ko'rmadik. Sizni ko'rmadingiz. Ular meni ko'rsa, men u firmani tanimayman, bilmayman, eshitmaganman.
tushunyapsizmi? Demak, Siz ijtimoiy nomingizdan tarmoqlarda mashhur reklamaga bo'lishingiz ham ham bo'lmaydi. zararga yurar ekan. Zarariga yuradi tabii. Men aytdim, ana shu paytda o'zimni firma gruppamni ham yig'dim. Ertaga bu meni sha'nimga yomon. Yaxshi ham Xudo bizni uchrashtirdi u yerda. Agar uchrashtirmaganda ular ana shunday yurtimizga qaytib kelgan paytida ertaga men haqimda ketadigan bo'lsa bu yolg'onchi ekan deydi. To'g'risida shunaqa firmalar ham yo'q emas. Siz aytmoqchi, haligi buni to'laqonli biznesga aylantirish maqsadida xohlagan va'dani Xudoning nomidan berib olib, odam qilib u bilmadim. Bo'ldi. Hozir bular bo'ldi, oldin bo'lib o'tdi, lekin hozirgi kunda Hozir menimcha yo'q. kuzatmayapman. Men xursand bo'layotganim, diniy qo'mita aynan shunaqa tarzdagi kontent boshqalarga anaqa qilingan, tekshiruv qo'yilgan. Cheklash deb nima deydi? Uni ruxsat olingan. Diniy kontent deyiladi bularda. Musulmonlar diniy qo'mitaga berasiz. Ular ruxsat berib sizga taqriz bergandan keyin bemalol joylashingiz mumkin. Hatto menimcha bu litsenziyalangan firmalarning reklamalariga ham ular ko'rib beradi. Shu taraf bor. Bizda meni do'stlarim orasida bo'lgan yoki tanishlarimiz orasida bo'lgan umra turib mana haj safarlariga ham to'g'ri yo'l bor ekan, qing'ir yo'l bor ekan. Qing'ir yo'l bilan borib kelishlik siz o'zingizni tajribangizda agarki u haj qiladigan bo'lsa, Saudiya Arabistoni o'zi ma'lum bir jihatda sanoq son bergan bo'lsa, uni hukmi va uni sizlar qanday targ'ibotini Hukmiga aralasha olmayman. qanday Sababi targ'ib qilasizlar? Ular to'g'ri ish qilyaptimi yoki ozgina noto'g'ri ishmi? Men hozirgi kunda to'g'ri noto'g'riligiga baho bera olmayman. Unga ilmim yetmaydi. Masalan, qochoq yo'l bilan borganlarni yuqorida aytganimizdek haj bo'lib deyishga hech kim haqqi yo'q. Men deya olmayman u narsani. Unga o'zimiz muftiyatimiz, fatvo hayatlarimiz, ulamolarimiz o'zlari nima qilishadi, javobini berishadi, lekin bitta narsani aytaman, tavsiya qilmayman. Nimaga deng? O'tgan yil o'zimiz O'zbekistondan borganga juda qattiq sahrodan qochayotganda orqasidan o'qizishgan arab askarlari. O'zimiz O'zbekistondan borganmi, o'zbek millatligini aniq bilaman. Balki menda tojik o'zbegidir, qirg'izistonda o'zbegidir bilmayman. Juda qiyin u yerga kirib olish hozir Makkaning ichida. Men kecha kuni Instagramda ko'rdim. Mana katta kamazi tagiga odamlarni yotkizib, ustiga yana temir qo'yapti, ustiga keyin shag'almi, shebem to'kiyapti. Yo'l uchib qoladigan bo'lsa o'lib qoladi-yu. To'g'risida. Yo'q, hali boshqa davlat vizasi bilan borishadi. Yo'q, boshqa narsa. mumkin emas o'zi aslida. Men shunga qiziqaman, chunki ba'zida aytishadi, borib kelaylik, arzonroq yo'li chiqib qoldi, borib kelaylik, u yerdan borib haligi mantiq insoni bo'lganligimiz uchun Qochoq yo'l bilan kiriladi. Xuddi Meksikaga deydi, Amerikaga ketayotganlar, Amerika vasvasasi deyapti-yu. Endi ikkalasi bir xil narsa, lekin qochoq yo'l bilan oxirgi paytda Saudiya hajga, noqonuniy hajga kirib kiradiganlarga qattiq nazorat qo'ygan. Haj vizasimi? Shular kirsin deyapti, tamom. O'zini jonini zulmga qo'yishning keragi yo'q. Bo'lmasam men Bahodir akamga endi mana o'zini ish faoliyati to'g'risida endi oxirgi savolim bo'lishligi mumkin, sizniki bo'lsa ayting. Bu yerda bu 50 yoshli bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ham usta shogird an'analari ham bormi? Sizlardan keyingi 50 yoshlarni sizlar tayyorlab borasizlarmi? Endi bu sharafli kasb aslida. Usta shogird bo'lib ishimizni o'rgatishimiz mumkin yoki biz o'zimiz o'rgangan ozginagina bir nimanidir o'zga o'rgatishimiz mumkin. Biz hozirgi zamonda shunaqa, to'g'risini aytay, biz shogird deb tan olamiz. Shogirdlar bizni ustoz deb tan olmasligi mumkin. Menimcha bu sizga uncha nima zarar foyda bildirmasa kerak. Sabab lekin bizga masalan shogird tushishlikka masalan xohlaydiganlar bo'ladi. Ishlashadi 1 oy, 1,5 oy, 2 oy, lekin bizni hayot tarzimiz u yerda oson emas. Nima uchun degan savolga javob beraman. Chidamaydi ko'pchiligi. Dangasaligi bor. 200 ta odam bo'lsa 200 ta yig'laydi. Masalan, 200 ta odam endi kimlar kelyapti? Yosh bola bo'lsa, "Ho'y" deb qo'rqitib qolsangiz bo'ladi, to'g'ri yo'l. Yosh kattalar kim qo'rqitadi? Nima deya olasiz ularga? To'g'risida ayrimlari aynan qilmagan ishni qilib turadigan odatlari bo'ladiganlar bo'ladi yoki haligi farzandlariga erkalanib o'rganib qolganlar bo'ladi. Farzandlariga erkalanib o'rganib qolganlar. Shu erkaligini kelib bizga qiladiganlar bo'ladi. U shu erkalikka o'rganganda onamiz. Shuning uchun shu hayotga uyqusizlik rejimlariga ko'nika olmaydida, hammasidan ko'zni yumadida qochib ketadi. Shu taraf bor. Lekin ustoz shogird an'anasi bor. Hozirgi kunda Xudoga shukr, akamiz, ustozimiz deb yuradigan 5-6 ta yigitlar bor yonimizda. Endi kelib yonimizda birga yurishda niyat qilib turganlar ko'p. Hammasini yonimizga ola olmaymiz. Sababi nimaga? Ko'pchilik maktab yoshida maktabni bitirsin, avval bir ta'lim yo'nalishida o'qisin, bir hayot tajribaga ega bo'lsin. Maqsad faqatgina pul topish bo'lmasin.
Faqatgina yoki kimnidir yonida ko'rishib shuhratga erishish bo'lmasin. Avval pastdan, sekin qiyinchilikdan, u biz ham novochilikdan harakat bilan mana 37 yoshga kirganimizda hali bir narsaga erishmadiganmi, lekin ustimizda ishlab kelyapmiz. Qoqilyapmiz, turganmiz. Hozirgilar birdaniga chiqib qolishni xohlaydi. Ya hozirgi zamon yoshlar sal tezroq bo'lishini Tezroq bo'lishini xohlaydi, oson kelishini xohlaydi. Bu yaxshi emas. Menimcha meni bu kasbiy tarafdagi savollarim bo'ldi. Sizda agar shu 50 yoshligida yo'q savolim. Bemalol bo'lsa bering. Yo'q, men 50 yoshligida uje savolim qolmadi. Endi o'zingizni shaxsiy hayotingiz haqida ham ozgina so'rasam, chunki shaxsiyat tarbiyalanib, shakllanib bu yo'nalishga kirib kelguncha ham oldingi ish faoliyatingizda ozgina ta'siri bo'lgan bo'lishligi kerak. O'sha haqida ham ozgina aytib bersangiz. Oldingi Men yoshligimizda mahallamiz eski shahar, Ulug'bek ko'cha tarafda faxrlanib aytaman-da, sababi u ko'chadan juda katta ahli ilm ulamolar chiqqan va ayniqsa ustozimiz Badriddin qori aka rahimahulloh, Alloh rahmatiga olsin. Badriddin qori akamiz oxirgi shogirdlaridan, ya'ni oxirgi silsiladagi shogirdlaridan bo'lamiz. Qori akam rahmanlikda qo'lida tahsil olganmiz va orada Sayfiddin hoji akam rahmanlik bo'lardi. G'ishli jome masjidini bosh imomlaridan, Andijon viloyatining bosh imom xatibi ham bo'lgan, qozisi bo'lgan Sayfiddin hoji akam. O'zini davrini eng katta zabardast ulamolardan bo'lgan. Sayfiddin hoji akam rahmanlikning G'ishli masjiddagi davrida ozgina qisqa muddat muazzimlik davri bo'lgan. Keyinchalik qori akamiz tarafga bu yoqqa Badriddin qori aka tarafga o'tgan paytimizda qori akamdan tahsil olganmiz. Qori akam uyimiz yaqinda, qatnab kirib chiqib qori akam o'rgatardi bizga. Qori akamdan tahsil oldik va natijada keyinchalik uydagilar dunyoviy bilimlarni ham davom ettirish kerak. Kollejga olib kirishdi. Kollejda kunduz o'qirdik, kelib yana baribir ana shu o'zimizni diniy Qur'ondagi darslarimizni qilib topshirib harakat qilardik. Va 2005-yili kollejni yakunladim. Kollejni yakunlaganimdan keyin ana shu yili azon musobaqasi bo'lgan. 2005-yil aprel oyida. Ya muazzinlik bo'yicha. Muazzinlar musobaqasi bo'lgan. Kichkina yigit bo'lganman. Endi 2005-yilda 2004-yil ekan, kechirasizlar. 2004-yil ekan. Aprel oyida muazzinlar musobaqasi bo'lgan. Ana shunda Andijon viloyati bosqichida 2-o'rinda olganman. Ovozim jaranglab chiqardi, oz qolmadi ovozdan. Muazzinlar musobaqasida 2-o'rinda olganman. Sertifikatlar, faxriy yorliq beriladi u paytda. Turadi. Undan keyin kollej bitirgandan keyin Toshkent Islom universitetiga topshirdim o'qishga. Islom universiteti bo'lardi, hozir akademiya bo'ldi. Islom universitetiga akam bilan men maktabda teng bitirganmiz. 2 yosh farqimiz bo'lsa ham. Kollejda gruppadosh bo'lganmiz akam bilan. Keyin akam oxirgi boshqa gruppaga aytgan, dars qilmasa dadamga aytib qo'yardim. Keyin men akam ikkalamiz universitetga ham, oliy ta'lim muassasasiga ham teng topshirdik. Akam ham men ham kontraktga kirdik. Shunda men aytdimki, yo'q, men yana yilga ustimda ishlab 2 ta kontrakt to'lash oson emas-da endi. Oilaviy budjetga oson emas. Endi o'zim anaqamga ishonyapman. 1 yil yaxshi tayyorlanib, yana yilga budjetga kirsam bo'ladi, harakat qilib. Nima uchun kontraktga 2-o'rinda kirganman? Kontraktga 2-o'rinda kirganman. Shu bo'ldi. Kelganimdan keyin amakimiz bizni endi iqtisod yo'nalishi bo'yicha kollejni bitirganmiz. Moliya iqtisodiyot kollejida bekor yurmasin dedi-da, bizni sog'liq sohasiga ishga olib kirib qo'ydi. Ana shu paytda hujjat topshirdik, ishladik, imtihondan o'tdik. Sog'liq sohasida 3 ta oy ishladik. Endi yosh yigitimiz haligi zerikkan paytimiz Toshkentga borib kelgimiz keldi. Shunda amakim rahbarimiz chaqirdi, sen o'rta maxsussan dedi. Toshkent Sog'liq akademiyasiga hujjat topshirishyapti dedi. Shunga borib kel. Maqsad shu Toshkentga borib kelsam bo'ldi, o'ynab kelasan bir. Toshkent Sog'liq akademiyasiga hujjat topshirdim. Xudoning qudrati bilan, Allohning fazli bilan o'qishga kirib ketib qoldim. Toshkent Sog'liq akademiyasida, Islom akademiyasida emas, Sog'liq akademiyasida o'qidim. Hali yo'naltirish bo'lyapti-da endi. Orzu qayerda edi, qayerga ketdim. Menimcha bu yerda moliya sog'liq yo'nalishi bo'yicha ilmi hosil bo'lgandan keyin bu hozirgi qilayotgan ishlaringizga ancha manfaatli bo'lgan bo'lishi mumkin. Inshaalloh, albatta bu ham hayotiy tajribasini o'sishiga sababchi bo'lgan. Shundan keyin 4 yil akademiyani o'qidik. Akademiyada o'qiyotganimizda ham Islom aka degan aka bo'lardi. Ko'rsatuvlarning nomlarini eslolmayapman. Qilni 40 yorib adashmayotgan bo'lsam, yoshlar kanalidan bo'lardi. Islom aka ismlari. Islom akadan ham uncha dars oldik u yerda yurganimizda. Institut talabalarini olib chiqardi ko'pchilikda. Ha, u odamni dunyo qarashi juda keng bo'lgan, ham diniy, ham dunyoviy tarafdan. Shayx rahimahullohning shogirdlaridan bo'ladi. Islom akadan ham ozgina dars oldik, ukalari ham bor edi. Keyin o'qishni bitirib kelganimizdan keyin yana sog'liq ishga kirdim.
diplom olishim kerak. Endi bitirib kelganimdan keyin kelishlar berib va natijada ana shu paytda o'zimizni madrasaga ishlab turib, madrasaga hujjat topshirdim o'zimizni. O'qishga kirishgami yo ishgami? O'quv kurslariga. Kursiga. Kursiga. To'laqonli o'qishga ruxsatim yo'q ekan. O'zi 70 dan 75 ta odam qabul qilar ekan xolos. Endi to'xtab qolgim kelmayapti. O'quv kurslariga topshirdim. U yerda yana o'quv kursida davom ettirdim. Unisi tugasa bu kursiga, bu tugasa bu kursiga topshirdim. Va natijada asta-sekinlik bilan baribir ruhiyatim tortyapti. Ruhiyatim qora akam rahmatli aytardi, qora aka, men jicha qiynalyapman-da ruhiyatimda ishlashga, boshqaga desam, Bahodirjon, siz ishlab turavering, biz ishimiz tushib qolsa, biz ishimizga yordam berasiz deyapti rahmatli. Bizga yordam berasiz, bizga o'xshab ishlasiz. Badrdan qora aka. Juda bir ajoyib fazilatli odamni Alloh rahmatiga olsin. Baraka edi bizni mahallamizda. Har kuni ertalab ishga ketyapsiz, ko'chada turib, tovuq bahiyatgan, Qur'on o'qib yurgan, mahallamizni ko'chasida 24 soat Qur'on o'qib yurardilar. Ya'ni shu yo'ldan ketdim, ham bu ishni olib ketdim. Sog'liqda ishlash jarayonida aytsam bo'larsa kerak. 2014-15 yillarda endi 15 yillar. Ancha oldingi ekan aytsangiz bo'ladi. 2014-15 yillarda formada yuramiz. Formada yuramiz. Zvanya ham adashmasam mayor. Masjidga chiqardim jamoatga. Jamoatda agar mabodo domlalarimiz xizmatga ketgan bo'lsa, kastimni yechib cho'pondiki imomlik. Shunqa bo'lardi. Endi siz musobaqalarda ham, muazzinlik musobaqalarida ham muazzinlik o'z yo'liga kelgan, endi mutavalisi buni bilardi. Haligi aytaman, hijolat tortmagan ekanman. Endi katta qora akalarim ham bo'lardi. Nimagadir menga shunaqa bo'lardi. Balkim Xudoyim keyingi davrga tayyorlayotganidir meni. Keyingi hayot o'zgardi-yu mana. Keyingi davrga tayyorlayotganidir balkim meni dedim-da endi shuni ustida. U davrda qiyin edi ancha. U davrda qiyin edi. Ammo keyingi ishimga, keyingi tajriba uchun tayyorlayotgani bo'lyapti-da endi. Va natijada Andijondagi faoliyatimizdan keyin Toshkentga ko'tarildi. Amaldan qochganim sari Xudoyim ko'taryapti bu yerda rahbariyat ishonch bildirib, respublikada ishlagan paytimizda Islom oliy mahadini da tahsil olishlikka hujjat topshirib, u yerda kurslarida tahsil oldik, ozgina o'quv kurslarida, arab tili kursida ham tahsil oldik va keyin oxiri natijada ishdan chiqib ketishlikka qaror qildim. Yana ozgina o'zim ustimda ishlashlikka, yana bir Bahodirni kashf qilishlikka harakat qildim o'zim ustimda. Inson bir siz aytgandek ishdan chiqib ketishlik deganingizda o'zini komfort zonasidan chiqishlik bo'ladi. To'g'ri. Komfort zonangizdan katta lavozimdan chiqqanman. Chiqishlikda bu yerda oilani ham to'siq bo'lib ko'rinishi mumkin, to'g'rimi? O'zingizni bir qiynashligingiz bu bir boshqa narsa. Ikkinchisi oiladagi moliyaviy ahvol, o'zingiz yana qaytadan boshqa narsada sinab ko'rishlik bu katta jasorat talab qiladi. Sizga ozgina qiyin bo'lgan bu yerdan? Yo'q, qiyin bo'lgan desam, o'zim aldagan bo'laman. Eshikdan chiqdim. Duo qilib chiqdim. Chiqqanimdan keyin mashinamga o'tirdim, onamga qildim. Ona assalomu alaykum, dadam o'tib ketgan, onamga ishorat qo'yganman, suyanganman. Ona assalomu alaykum, bolam alaykum assalom. Eshikdan chiqib ketdim dedi. Nimaga dedi? Ha, endi chiqib ketdim ona dedi. Desam, bolam qiynalmaysanmikin? Ona agar sen qiynalasan desangiz, men qiynalaman dedi. Yo'q, bolam sen qiynalmaysan, zo'r bo'lib ketasan deb isharing, men zo'r bo'lib ketaman dedi. Bundan ham zo'r bo'lib ketaman dedi. Sababi, endi men respublika darajasidagi tashkilotda ishlayman, vazirlikda, u joyda bosh inspektor lavozimida, o'zimga yarasha nadbavkalarim, oyliklarim, haligi aytmoqchi komfortim bor edi endi. Men ishga boradigan, oq ko'ylak, galstukni taqib bo'shaganimda, lekin rahbariyatimizga ming rahmat aytaman. Xonamda kitob turardi, Qur'on turardi, darslarim turardi. Kitoblarim bo'shagan paytimda kitobni olib mutolaa qilishga ruxsat berishardi. Mayli o'qib bor, bizga ham barakasi tegib turadi ishimizga deyishardi. Keyin shulardan voz kechib chiqishga majbur bo'ldim. Chiqdimda, ona sen qiynalasan desangiz qiynalaman. Yo'q bolam, senga ishonaman, qiynalmaysan desangiz qiynalmayman dedi. Ya'ni bizda ko'p uzoq vaqt bitta joyda ishlaganingizda, o'zi insoniy odat shunaqa bo'lsa kerak. Uzoq vaqt bir xil hayotda yashaganingizda keyingi keladigan, ya'ni rizqingizdan o'ylanib qolasiz. Bizda yomon gap bor. Keyin nima qilaman deysizda. Bizda daraxt bir joyda ko'karadi deyshadi. Shu maqolda endi bu. Maqolga ishonib umrimiz ayrim payt qismini faqatgina tor doirada o'tkazib qo'yamiz. Masalanda, to'g'risi men sizlarga mana bitta ibratman kerak bo'lsalik. Obrazez deydi, namunaman. Masalan, agar men ham bir joyda o'ssam ko'karaman deganimda balki men hozirgi qandaydir moddiymi, ma'naviymi yo qaysidir ruhiymi natijaga erisha olmagan bo'lardim. Mana shu qobiqning ichida qolib ketardim.
haligi Husan Sharipov kinoda aytadi-ku, nomim tog'larning ichida qolib ketishini xohlamaganman-da. Meni o'zim ichki dunyoyim bor, ichki avram bor meni. Men ichki dunyoyimga quloq solsam, qo'limdan ko'p narsa kelishligini his qilib turibman. Ya'ni bu tavakkal qilish, ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsa tavakkal qilishda asosiy qo'rqitadigan narsa odamni. Undan keyinchi pulimni qayerdan topaman, qonimni nimadan to'ldiraman, ya'ni oyligim yo'q bo'lib qoladi. O'ylamadim. Ya'ni buni tavakkal qilib chiqish kerak. Men maoshdan chiqib ketsam, maoshni boshlayman. Mana hech qanday rejam yo'q edi. Ishonardim. Meni qiynamasligiga ishonardim. Biz ustozimiz bor, Mavloviy Abdulloh deydi, hozir Makka shahrida. O'zi asli kelib chiqishlar O'zbekistondan, ana shu joyda tug'ilgan. Sizlar Buxoriylar, biz Buxoriylar deydi, ya'ni o'zbeklar. Yomon niyatinglar bor-da deydi. Kim muloyim gapiradi. Nimaga? Bir ish boshlayotgan paytda nima deymiz? Boshida sal qiynalaman, keyin yaxshi bo'lib ketaman deymiz. Bu bor. Nimaga? Boshidan yomonlik so'raysizlar Allohdan deydi. Niyatni boshida to'g'ri qilmasdan-da. Nimaga boshida Allohdan qiyinchilik so'rayapsizlar sizlar deydi. Men mana ishni boshlasam zo'r bo'lib ketaman deydilar. Nima uchun boshida qiynalaman? Nima sizga va'da berdimi? Mana shu ishni qilsang qiynalasan degan va'dalar bormi? Yo'q, Alloh qiynamaydi bandasini. Hali bizda podcastni boshlayotganda ham biz eng pastiga rozi bo'lib o'zimiz tayyorlab oldik. Shuna to'g'ri narsa-da. Ya'ni biz ham agar marrani boshida biz boshlaymiz, eng zo'ri bo'ladi deb boshlamadik. Ya'ni bizni o'zbeklarda balkim insoniyatda haligi ustoz aytayapti. Bizda bor mana shu narsa. Mana shunda bizda xalqimizda bor, shu odat bo'lib qolgan. Mana ish qilasizmi? Qilib ko'rmoqchiman. Mayli boshida yurmasa ham mayli keyinchalik yurib ketadi. Nimaga boshdan yurmasligini so'rayapsan? Men ochgan kunimdan so'ra tijorat qilaman deb niyat qilaylik. Bir do'kon ochamizmi yo bir tijorat boshlaymizmi yo ishlab chiqarish qilamizmi? Bu odam o'zini psixologiyasini oldindan agar tayyorlab olishi bo'ladi, bu to'g'ri narsa-da. Menimcha bu yerda shu e'tiqod masalasi ozgina. Bu innamal bin niyat, ya'ni amallar niyatga bog'liq. Biz amal boshlashdan oldin niyatimizni xolis qilmayapmiz. Xudo sizga yaxshilik berishiga uncha ishonmayapmiz-da. To'g'risida? To'g'ri anaqa bo'ldi, ya'ni bitta ilm bo'ldi menga. Faqat boshida yomonlik kutamiz, qiyinchilik yo'q. Men unaqa narsa hayolimda bo'lmagan. Ochiq qolishim, boshqa qilishim, o'zimga yarasha meni qabul qiladigan bir oylik preparatlarim bor, dorilarim bor. Masalanda, ular ham bir ma'lum bir miqdor turadi, qizim maktabi bor. Endi hayotiy rasxod xarajatlar bor. Xo'p, ishdan chiqib ketsam bo'lardi, nima qilaman degan narsa hayolimga kelmagan ishlarni. Ko'pchilik nima deyishdi? Bahodirda haydavordi ishdan deyishdi. Haydavor. Agar men hozir haydalganimda bu gapni ochiq ommaga ayta olmasdim. Ertaga buni men ishxonamdagilar ko'rish mumkin. Haydalgan so'ng nimaga chiqib ketdim deyapsan deyish mumkin-ku. To'g'rimi? Bu yerda dunyoqarash to'g'risida ozgina mana o'zingizni mustaqil fikrlaringizni aytyapsiz-da. Menga inson mustaqil fikr aytayotganda qiziq bo'ladigan narsa boshqa tilni biladimi yo'qmi? Chunki mustaqil fikr berishlik uchun fikr qilishlik boshqa tilni ko'magida ham bo'ladi-da. Siz boshqa tilni, ya'ni arab tilini bilishimcha arab tilini bilaman, turk tilini bilaman, urdu tilida qisman, forscha tilida qisman, o'zbek tilini bilaman. Ruscha bilmayman. Ya'ni bu umr tajribasidan ular yaqinda bo'ldi. Arab tilida endi musofir bo'lib o'rgandingiz. Arab tilida masalan yo'q, endi mana bu kitoblarni yoshligidan o'qib chiqish jarayonida Qur'oniy arab tilini bilsak, gaplashishimiz bo'lmagan. Keyinchalik, ya'ni podkurslarda qatnashgan jarayonimiz u ham ozgina shakllangan va asosani u yoqqa yashab ko'chib o'tganimizdan keyin shakllandi. Demak, til, sayohat dunyoqarashni shakllantiradi. Judayam. Sayohat qilmaguncha dunyoqarash tor bo'lib qolaveradi. Til bilish ham plyus, zarur. Albatta. Ya'ni sayohat dunyoqarashni kengaytiradi, ham til bilib sayohat qilsa, unda komfortingiz oshadi o'zingizni. Birovga ehtiyojingiz tushmaydi. Ya'ni istalgan joyga xohlagan mana mehmonxonaga tushib, kitimiz qachon kelarkin, bizni qayerga borarkin demaysiz-da, eshik deb chiqib ketasizda. To'g'ri. To'g'risida biz onam bilan har yili bir sayohatlarimiz bo'ladi, o'zimiz rejalarimizda. Orzu qilganman, yoshligimda niyat qilganman, har yili bir ikkitadan davlatga onamga sayohatga olib chiqamiz. Shu Alloh shukrlarni berdi, alhamdulillah. Mana Bakuga bordik o'tgan yili, Dubayga bordik, Abu Dabilarga bordik. Hech kimga qarab qolgan joyim yo'q. Onam bilan chiqib ketaman, xohlagan joyimni xohlagancha kezaman, sayr qilaman, tilni bilaman. Onam qolgan o'rtoqlari Bakuga borib, nimaga biz bu yillarga bormadik deydi. Men aytkim keladi, sizlarda til biladigan o'yinlar yo'q degim keladi. Til bilish insonni sayohatda, boshqa davlatlarda xotirjam qiladi. Ya'ni xotirjam qiladi. Xotirjam qiladi. Sarvar aka ham ingliz tilini siz ham bilasiz. Tasavvur qiling, hozir ingliz tilidan boshqa til ham bor hozir. Yo'q, menda endi rus tili bilan ingliz tili. Tasavvur qiling, mana hozir menga
arab deylik yoki turkchani ko'pchiligimiz bilamiz xudoga shukur yoki qaysidir millat keldida Sarvar akam chiqib turib haligim bilan bemalol gaplashib yo'lini tushuntirib yo'lga solib qo'yyapti u musofir to'g'rimi birinchidan bitta insonni hojatini chiqaryapti ikkinchidan millatga g'urur beryapti u o'zbek taomi emasligini ko'rsatib qo'yyapti oddiy yo'ldagi bitta yo'lovchi ko'ryapsizmi bu millat sha'ni hamda bu yerda bu yaxshi narsa katta narsa ijtimoiy tarmoqdagi faoliyatingizda hozir qancha har kuni siz o'zingiz shaxsan savol javob yoki qandaydir talabnomalar tushadi ularga o'zingiz javob berasiz hamma savollarga o'zim javob yozaman hamma savollar Instagramimda o'rtada bir bolalarga berdim savollarga javob yozib turinglar ulgurmayapman ish faoliyatimda ulgurmayman biz odamlarimizda ozgina besabrlik bor savol yozsa boshqa qilsa 2 soat 3 soat 4 soatda javob kelmay qolsa birpasda malomat qiladi kuchayib ketibsan u bo'libsan yo sabr qiling balkim uxlayotgandirman yoki bir vazifa qilayotgandirman ish qilayotgandirman ana shu paytda bolalarga berdim lekin hozir vaqtim bemalol bo'lgancha hammasiga o'zim yozaman lekin bir kunda yolg'on bo'lmasin bir 100 ga yaqin 80-100 ga yaqin odam bilan muloqot qilaman Instagramda o'zida men Telegramda aytmayapman hali Instagramda o'zida sizdan qanaqa masalan umra haqida so'rashadimi yo duo so'rashadi ha duo-ku diniy savollar so'rashmaydi qancha duo qilasiz sir bo'lmasa kuniga ya sizdan duo so'rashadimi yo umraga borganingizda ashada yurganingizda biz endi aksariyat yashashimiz u yerda-ku u yerda yashaganligimiz turib uchun duo qilib berishdi u yerdagi har bitta tuproq muqaddas tabarruk bo'lganligi uchun u yerdagi hamma duo ijobat bo'lishiga ishonishadi siz Alloh muborak qilgan joyda yuribsiz qizim operatsiyaga kirib ketyapti bemorlarimiz bor o'g'lim ishga yurishmayapti o'g'lim imtihon mana hozir imtihon mavsumi boshlangan kimdir bo'lsa iltimos duo qildirib qo'ying o'g'lim imtihonda yuribdi yoki o'zingiz duo qilib qo'ying yo o'g'lim sizga o'xshasin deyishadi ashla arzimasak ham aslida duo so'rashadiganlar ko'p keyin hayotiy uncha tajriba so'raydiganlar ko'p yaqinda bir opamiz Toshkent opamiz bilan yozishdim o'zi qarzga kirib qolibdi ozgina moddiyatidan qarzga kirib qolgan haligi opamizga endi psixologga borsa sen deydi yoshligingda olgan travmang tufayli qarzga kirib qolding debdi men aytdim bo'lmasa men hozir yoshlikda olgan travma bilan qarzga kirsa men ko'chada tilanib o'tirishim kerak edi dedim u travmadan bo'lmaydi u dedim xudoning bergan sinovi kimnidir moliga kimnidir joniga kimnidir obro'siga sinov keladi sizga molingizga sinov kelibdi shukur qilib ibodatingizni qilib yuravering dedim endi u travmadan qutulish imkoni yo'q bo'lsa umrini oxirigacha mana shunday o'tib ketadi endi travma kimda yo'q ha hammada bor payg'ambarlarda bo'lmaganmi travma bo'lgan payg'ambarimiz alayhissalom otasiz katta bo'ldilar bu travma emasmidi onalari 6 yoshda vafot qildilar bir cho'rilarini qo'yonlariga qolib ketdi bu travma emasmidi amakilarini qo'llar amakilari safarga chiqib ketar bu safar bizni hozirgi Toshkent safarimiz 6 soatda borib keladigan Makkadagi qiyinchiliklar bir safarga chiqib ketsa kendayalarni qo'lida qolardi bizni tilda aytganda to'g'rimi bobosi o'tib ketdi biroz katta bo'lgandan keyin payg'ambarning vahiysi berilgandan keyin travma kimdan keldi payg'ambarimizga qarindoshlardan keldi amakilari malomat qildi amakilari bilan yaqin emasmidi yaqin edi payg'ambarimiz ungacha juda munosabati yaxshi bo'lgan hammasi bilan amakilari isyon qilib turdi sehrgar deyishdi o'zini amakilari payg'ambarimizni haqorat qilib turishdi bu travma emasmi travma edi payg'ambarimiz Toifga borganda toshbo'ron bo'ldi to'g'rimi o'zini kennayalar qarindoshlar oyoqlarini tagiga tikonlar sochdi Ka'bada namoz o'qisa ustiga axlat to'kishdi qizlarini turmushga bergan joyidan taloq berib ana hayot travmalari aslida travmaga oladigan bo'lsangiz bu travma emas bu qadar qadar darajani ko'tarish uchun Xudoning bergan sinov bu yerda menimcha endi travma deganingizda menimcha bu yerda teoriyani hayotga tatbiq qilayotganda inson emotsional holatda bo'ladida va o'sha emotsiyalari sinaladi deb bilaman demak o'sha emotsiyalarini boshqa olmaganlar o'sha aytadi men kichkinaligimdagi travmalarim hozirgacha ta'sir qiladi deb hissiyot boshqarilishi kerak o'shuning uchun menimcha natijada ana shu boshqarolmasdan travma degan so'zni olib kirishgandan keyin nima bo'lishyapti bolalar ota onasiga qarshi bo'lib qolyapti siz bizni yoshligimizdan travma qilib qo'yapsiz travma qilgansiz shuning uchun ruhiyatim tushib ketyapti deyapti oldin kim ota onasiga qarshi borgan hozir ochiqdan ochiq bolalar ota onasiga gap qaytaryapti shu ruhiy tarbiya ana ruhiy travma deyishib o'zlaricha chiqargan bu 10 yil oldin bu termin yo'q edi ijtimoiy qatlamda ruhiy travma yoshlikdagi travmamish yoshlikdagi travma desa yiqilib tushib qo'limiz lat yeganini boshimiz yorganini bilardik to'g'risida
bolalikda travma o'tkazgan, boshqa qilgan, o'qigan, natijada nima qilishyapti? Ota-onaga bolani qarshi qilib qo'yapti, aka-ukani bir-biriga qarshi qilib qo'yapti. Yoshligimda sen meni ko'pchilik oy ichida so'karding, mana shu uchun meni hozir duxim yo'q ekanmish. Bor shunaqa gaplar. Akam ko'pchilik ichida meni kamsitganligi uchun ruhiy travma olib, hozir o'zimga ishonchim shuning uchun pastlab qolganda deydi bittasi chiqib olib. Qayerdan chiqdi? Qaysi ukan akasi so'kmagan? Tarbiya uchun so'kkandir. So'kkan. Mana shunaqa narsalarga ishonmasin xalqimiz. Bu ruhiy travma degan narsa yo'q hech qayerda. Hozir psixologlar ko'paygani bu mavzu o'zi alohida mavzu, lekin kerakli mavzu. Kerakli mavzu. Bularda olib kirayotgan temalari bor. Masalan, millatga yoki yoshlarga yomon ta'sir qilayotgan mavzular bor, alohida mavzu. Lekin masalan, mening shaxsiy fikrim bor-da. O'zimning fikrim bu balkim haqiqatga yaqin bo'lsa kerak. Xullas, insonda hozirgi yashayotgan hozirgi holati, ya'ni u erishgan yutug'i bordir yoki yaxshilikdir, yomonlikdir balkim. Lekin uni yashab o'tgan har bir soati, har bir bitta voqeasi sababidan shu kunga keldi. Ya'ni qaysidir ishlari yaxshilikka bo'ldi, qaysidir davrga keldida u foydaga ishladi. Qaysidir bo'lgan ishlar zarar bo'ldi, noto'g'ri bo'ldi, qaysidir vaqtga keldi, unga zarar yetkazdi. Lekin ilm bo'ldi, ibrat bo'ldi, o'zgardi. O'ziga hayot tajribasi o'zgardi. Ya'ni inson hozirgi kungacha qanday holatda bo'lsa, shu holatga shukr qilishi, shu holatidan rozi bo'lishi, o'tgan o'tmishini ayblamasligi. O'lmaydi. Men shu Bu eng muhim narsa. Men shu narsani o'zimga gapirishga dastur qilib kelgandim kelayotganimda. Mabodo shunga yaqin savol berilsa gapiraman. Agarda shu savolni berishmasa ham, menga 1 minut beringlar so'rab gapiraman degandim. Nima edi aytaymi? Shukr qilish dedingiz, bizda noshukrlik ko'payib ketdi. Noshukrlik ko'payib ketdi. Ya'ni rozi bo'lishlik. Shukr qilish. Biz Xudoning bergan taqdiriga rozi bo'lmay qo'ydik. Ochiq aytaylik, oxirgi payt mana hammaning hayoti qo'li internetda, ijtimoiy tarmoqda, to'g'rimi? Shukr aytgan odamni kam ko'ryapmiz. Faqat hamda undiga faqat nima bo'lyapti? Noshukr, baraka nimaga yo'q hozir? Topganimda baraka yo'q deydi, vaqtimda baraka yo'q deydi, to'g'rimi? Yana boshqa narsalarimda baraka yo'q. Nimadan? Noshukrchilikdan. Alloh Qur'onda nima deydi? Nima naqadar oz shukr keltirguvchi qavmsizlar deydi. Xo'p, masalan, hozir olaylik, bizning yurtimizni miqyosini olaylik, to'g'rimi? Yurtimizda ochlikdan qoniga tosh boylab yurgan odam bormi? Eng qishloqlarda, Surxondaryo taraflarida olaylik, masalan, eng qishloqlarda yo'q unaqa. Mana boshqa davlatlarda urushlarda oqibatida qoniga tosh boylab tuproq yeyapti. Biz kim tuproq yeyapti hozir? Yo'q, Surxondaryo taraflar ham ancha shahar. Yo'q, shuni aytaman, hozir eng qishlog'i deb olgan taqdirimizda ham. Joy desangiz ham masalan, oddiy payg'ambarimiz hayoti bilan o'zimiznikini ham taqqoslashimiz mumkin, to'g'rimi? Masalan, bizda o'zimizni hatto sog'ligimizga ham shukr keltirmaydigan darajaga yetib bordikda. Bugun siz minib yurgan mashina yoki men minib yurgan yoki mana shu joyda men ichayotgan kofe ham asli kim uchundir orzu. To'g'ri. Men ham bir moddiy imkoniyatim bo'lsa edi, bolalarimning tashvishidan qutulsam, kirib masjidda bitta kofe ichsim degan orzusi bilan yashayotganlar bor. Lekin bugun men mana kofe ichganimga shukr keltirmadim. Xuddi shunday ko'pchilik. Hali yana bitta gap bor. Balkim sen kimnidir orzusida yashayotgandirsan. Oddiy misol, siz hozir o'zingiz uyingizdan keldingiz yoki ko'chadan, men o'zim uyimdan. Sizni shu yurib kelishingizni orzu qilayotgan bir qaysi ma'noda? Qaniydi Xudo menga ham quvvat bersa-yu, o'rnimdan turib yurib ko'chaga chiqsam deb. To'g'ri. Sog'lik quvvatini, sog'lik shukrini, ne'matini. Ya'ni kimlarki sog'ligini xuddi qimmatbaho bir ustuvor, uni faqatgina kasallar faqat nolish. Men aksar ko'ryapman. Yoshlardami bilmayman, bu qatlam nimada noshukrlik nimasi ko'p, norozilik kayfiyati ko'p bo'lyapti-da. Yoshlardami bilmayman, balkim bizdan qo'y, biz ham yosh katta emasmiz, boshqa. Intilish yo'q. Nolish bilan mushkullaring oson bo'lmas. Undan ko'ra sababini qidirib yechim qilgin. Haligi niyat qilgandan ko'ra, qiynalamanmikin degandan ko'ra, avval bir ishga kirishgin. Bir haligi bo'lgan voqeat bor, aytib bersam sizlarga. Ibratli voqea deydi. Bir odam meni rizqimni Xudo beradi debdi. Rizqimni Xudo beradi debdi. Ertalabda masjidga kirib olgan. Obed bo'pti, asr bo'pti, qorni ochib ketgan. O'tiribdi, ibodat qilib rizqimni Xudo beradi deb turib, qonni to'ymayapti, ovqat yemayapti. Haligi joyda nima bo'lgan? Kech payt soat asrdan keyin shomga yaqinlashganda imomga
mahallani odamlar ovqat ko'tarib chiqadi, biznikilar bilasizlar, ovqat ko'tarib chiqadi. Ovqat ko'tarib chiqqan imom aytgan, men hozir qornim to'xta, omlam oldim, bir masjid ichiga kiring, kimdir bo'lsa ana shunga berib qo'yarsiz degan. Kimgadir berib qo'yarsiz degan. U odam burchakda o'tirgan bo'lgan. Berib qo'yarsiz degan paytida haligi ayol mundoq masjidning ichini ochib qarasa, hech kim yo'q. Endi ko'rmadi-da, chap qo'lda yonboshda o'tirgan bo'lgan. Haligi odam qonni ochib ketgan, haligi ovqat yegisi kelyapti. Haligi eshikni yopib yotgan ayolga "Aha" degan. Ya'ni men borman, menga beraver degan. "Aha" degan. Haligi ayol bunday kirgan, "Kechirasiz, men ovqat yeb olasim" desa, shunda haligi odam aytgan ekanda, "Xudo rizq berishligi uchun hech bo'lmasa tomoqni qirib qo'yish kerak ekan" degan ekan. Sababini qilaylik. Hozir men masalan o'zimning holatimdan noliydigan bo'lsam, siz kelib yordam bera olmaysiz. To'g'ri. Hamma o'zining muammosi yetadi. Biz noshukrlikda emas, yechim qidirishga o'tadigan bo'lsak, yuksalaveramiz. Yuksalaveramiz. O'zimizga o'zimiz shukr keltirmaydigan zamon bo'lib qoldi. Ya'ni, Xudoyim bugun mana shu libosga yedirganingga shukr. Bugun menga ona ko'z ne'matini berganingga shukr, ona tilda ne'matini berganingga shukr. Bugun ikkala qo'lim ishlab turibdi, men oyog'im yurib turibdi. Yurmasdan mana bayislarda kiring, nechtasi yotibdi. Qanchalik odam ojizligini biladi ikkita joyda. Birinchisi qabriston, ikkinchisi kasalxona deydi. To'g'risida ojiz bo'lib turganlar bor. Meni tavsiyam shukrni ko'paytirish kerak. Alhamdulillah, Allohga hamd aytishni ko'paytirish kerak. Shukrni tagida baraka bor, shukrni tagida ne'mat ko'payadi. Noshukrlikning orqasidan faqatgina nima bo'ladi? Kufr ketadi. Baraka ketadi. Shukur deganda masalan Shukur keng tushuncha. Keng tushuncha. Keng Ashana tushuncha. bitta bizda eng kam uchraydigan turi masalan kunidan rozi bo'lishlik bizda kam uchraydi. Ya'ni sabab o'zining rejasi yo'qda. Ya'ni bugungi kunidan rozi bo'lishlik. Bu eng muhim narsa. To'g'ri. Xudo berganidan, yetkazganidan rozi Uyg'onish o'zi bo'lishlik. bir ne'mat u. Keyin Meni dadam uxlab uyqusidan turmagan. 49 yoshida, 50 yoshida. Ashunda bilganman uyg'onish ne'matligini. Dadam o'lib qoladi deb bir kun onni o'ylamaganman, sizda choy ichib o'tirganmiz kech payt, uxlagan, uyqusidan turmagan. Agar men ham bilsaydim, dadam uxlab turmasligini yonida o'tirgan bo'lardim masalan. To'g'risida, aslida shunday uxlab turib uyqudan turib olishni o'zi bir ne'mat ekan, eng katta ne'mat ekan. Turgandan keyin uni tinchlikda turganligi ham bir ne'mat. Kechasi bilan xotirjam uxladingizda, nimadir bo'lib qolarmikin degan xavotiringiz yo'q, Xudo saqlasin. Bolalaringizni tinchlik uchun xotirjam uxladingiz. Bolam banisa dedi, nima bo'ldi ekan degan xavotiringiz yo'q. Eng katta narsa ofiyat ekan. Ofiyatda tong yotirish ekan. 50 boshlik haqida savol. 50 boshlik qilish bo'yicha masalan, u odamda qanchalik darajada ilm bo'lishi kerak? Ya'ni balkim endi fatvo aytadigan darajada masalan. Javob berdik bu masalaga yuqorida. Shogirdlik bo'yicha. Javob berdik bu masalaga. U ketdi o'sha. Hozir Bahodir aka mana usta shogird dedik, yoshlar to'g'risida gaplashdik va bu yerda yoshlarda kichkinaligidagi travmalar to'g'risida gaplashdik. Agarki siz yoshlarga, mana O'zbekiston yoki mana bizni tinglab turgan yoshlarga beradigan eng qimmat maslahatlaringiz 3 ta sanash imkoni bo'lsa, qaysilarini aytib o'tasiz? Chunki siz 10 minglab inson bilan yurgan, turgan, muloqotda bo'lgan bo'lsangiz, ularni kuzatgansizda. Qanaqa tavsiyalar berasiz? Bu endi biz aynan ishimizdan kelib chiqqan holatda emas, hayotiy tajribadan, kuzatish jarayonidan kelib chiqqan. Bu 50 boshi bo'laman degan yoshlarga emas, umumiy yoshlarga. Umumiy yoshlarga. Umumiy yoshlarga. Birinchisi, osonlikcha yetishishga intilmasin. Osonlikcha yetishishga hech narsa oson erishilmaydi. Agar oson erishilganda edi, Xudoyim islom dinini 1 yil, 2 yilda fath qilib qo'ygan bo'lardi. 23 yilda islom bo'ldi. Ikkinchisi, boshiga tushgan musibatga oson taslim bo'lmasin, tez taslim bo'lib qo'yishyapti hozir yoshlarimiz. Hayotida ozgina qiyinchilik kelib qolsa, depressiyaga tushib olgan, tushkunlikka tushib olgan, endi meni ishim yurmayapti, oshnam ishi zo'r yurib ketyapti, boshqa bo'lyapti. Uchinchisi, xatoni o'zidan qidirsin. Xatoni o'zidan qidirsin. Eng katta xatoyimiz hozirgi kunda yoshlarda aybni o'zidan qidirmay qo'ydi. Albatta boshqadan xato qidiradigan zamon bo'lib qoldi. To'g'risida, xatoni o'zi qilgandir. Balkim o'zini muomala madaniyatida yaxshi emasdir, rahbari bilan kelisha olmayotgan bo'lsa, ayb rahbardan emas, u rahbar o'zingdan qidir. To'g'rimi? Balkim sen ana shu rahbar talab qilayotgan ishni bermayotgandirsan.
to'xta, nima uchun menga masalan men Bahodir bo'lsam, nima uchun Sarvar akaga bir e'tiroz bildirmayapti, Bahodirga bildiryapti demay, menda bir xatolik bordir, aybni o'zidan qidirmay qo'ydi. Aybni o'zidan qidirsin. O'zi ommadan ikkita narsa bor, mening yoshlarda ko'raman, kuzataman, men ham ko'p ishlayman ular bilan. Yo bahona qilishadi yoki kimnidir ayblaydi. Aybdor qiladi, ha? Ikkita narsa. Hozirgi shunday ommaga singib qolgan narsa shu. Oddiy ochiqdan ochiq birodar aybdor qilib qo'yadi. Masalan, menga hozir yuqorida savol berdingiz, nima uchun ishdan chiqib ketdingiz? O'zim chiqib ketdim, hech kim aybdor qilganim yo'q. To'g'risida, xohishli qarorni o'zim qabul qildim. Xuddi shunga o'xshab turib, masalan, siz ham hayotda qabul qilgan qarorlaringizni hech kim majbur qilmagan, o'zingiz qabul qilgansiz. Agar xato qilgan bo'lsangiz, jazosini oldingiz qaroringizga. To'g'ri qaror qabul qilgan bo'lsangiz, yutug'ini olyapsiz, mukofotini olyapsiz. Xuddi shunga o'xshab xatoni o'zidan qidirishni bilish kerak birinchi o'rinda. Xato qiladi inson, hech kim mukammal emas. Ishda ham xato qiladi. Masalan, biz dindan gapiryapib xato qilamiz. Nima uchun? Chiqarilgan hamma diniy ma'lumotlar kitoblarda ham hammasi sahih emas yoki to'g'ri bo'lmagan ekan. Bilmaymiz u. Endi biz masalan qo'limizga chiroyli kitob tushib qolsa o'qiymiz, undan ilhomlanib odamlarga gapirishimiz bor, boshqa bo'ladi. Xatoni tan olishlik ham mard ishi deydi eskitamizning xalqimiz. Xato tan olmay qo'ydi biznikilar. Ikkinchisi oson taslim bo'lib qo'yapti, aytganimdek. Nima uchun? Boshiga mana moddiy tarafdan bir sinov kelib qoldi yoki do'sti aldab ketib qoldi. Bir posta haligi Instagramga do'st haqida bir narsalarni qo'yib, do'stidan pandik. Xo'p, bitta do'sting aldabdi, ikkinchisi bor-ku. Yo'qmas u, hayot davom etyapti-yu. Yana bir gap borki, agar inson maxluqlardan uzoqlashayotgan bo'lsa, Xoliq o'ziga yaqinlashtirayotgan bo'ladi. Maxluq inson deb olaylik, insonlardan uzoqlashgan bo'lsa, yaxshi bo'lib qo'yaver, demak Xudoyim seni ularsiz yuksaltirmoqchi. Ertagalik minnat qilmaydi, men seni odam qilganman degan gapni gapirmaydi. Ularsiz Xudoyim seni o'zingni kashf qilmoqchidir. Xuddi shunga o'xshab odam yomon tarafini emas, singan paytida ham yaxshi tarafini qidirish kerak. Meni maslahatim. Birinchisi singanini bo'yniga olmasin. Xursand bo'lsin, Xudo yaxshi kun bergan. Hozir siz bilan gaplashganimizda Xudo yaxshi kun berdi, mol davlat berdi qaysidir paytida, yigit kishigalik biz yoshligimizda aytib qo'yishdi, omad beradi dedik. Xo'p, omad berdi, pul berdi, boylik berdi, obro' berdi. Kimgadir har xil ne'mat beradi. Kimgadir obro', kimgadir boylik, kimgadir yana bir narsa beradi. Masalan, quvvat berishi mumkin. Kimgadir chiroy chemmat beradi. Berganda xursand bo'lib qabul qildik-ku, Xudoga shukr, alhamdulillah, Alloh meni mana shu ne'mat bilan siyladi. Rahmat Xudoyim dedik. Nima uchun boshimizga ozgina sinov bergan paytda isyon qilib tashlayapmiz? Qaysi gunohim uchun Xudoyim deymiz? Gunohimiz tiqilib yotibdi hammamizni. Nimaga Xudoga tuhmat qilyapmiz? Qaysi gunohim uchun meni azoblayapsan deb tashlaymiz. Oddiy tilimiz xalqona tilda o'rganib qo'ygan. Xudo yaxshi kuniga ham, yomon kuniga ham xursandchilik bilan kutib olaylik. Ya'ni sinish emas, buni toblanish deb qabul qilish kerak. Toblanish. Har bitta xorlikda orqasida zo'rlik bor. Har bitta zo'rlikda orqasida xorlik bo'lishi mumkin. Agar o'zidan ketib qolsa, o'zini ishonmasa. Xorlik keldimi? Ibodat, Xudodan so'rab, o'zingni isloh qil. Bittadan odam o'zini isloh qilib o'zgartirsa, jamiyat o'zgaradi. Insonlarning fikrlashi o'zgaradi. Yana bitta 4-kamchiligini aytaymi? Yoshlarimiz oxirgi paytda o'zini mustaqil fikri kam. Fikrlashi kam, fikrlar. Haligi o'zini fikrlarini odamlarga singishtirib bermayapti. Masalan, yonidagi do'stigami yo boshqasigami, yo'q yetkazib bera olmayapti yoki o'zini mustaqil fikrini bayon qilib bera olmayapti. Mustaqil fikrlash kamayapti. Haligi nima desa bo'ladi? Ijtimoiy hayotdagi videolarga boshqalarga ishonib qo'yishyapti. Ijtimoiy hayotdagi video sizni mana obunachilaringiz ko'p. Eng qiziq yoshlar tarafidan keladigan sizga qanaqa talablar bo'lgan? Kuldiradi sizni yoki jahlingiz chiqaradi-yu, boshqacharoq javob bergan bo'lasiz. Xo'p, endi kuldiradigan vaziyatlar bo'ladi ko'pincha. Meni jahlimni chiqaradigan deya olmayman, jahlim chiqmaydi uncha narsaga. Ya'ni ijtimoiy hayotda rolik haligi menga yozilsa jahlim chiqmaydi, to'g'ri qabul qilaman. Endi Xudo hammaga har xil fikrlash berganda, masalan, hamma IQ darajasi har xilda. Endi hamma o'zining IQ darajasidan kelib chiqib sizga savol taklif berishi mumkin. Undan xafa bo'lmaydi. Sababi uni fikrlashi shunaqa ekan deb qo'yamiz xolos. Kuldiradigan holatlar ko'p endi ayniqsa. Eng qizig'i esingizga keladigan nima deb sizni kuldirishadi? Yo kommentariy beradi yoki bo'lmasa qanaqadir talab bilan chiqadi. Negativ yozsa kulaman. Negativ yozsa. Yozishadimi? Yozishadi, ko'p yozadi. Bir kuni Makkada ishimni tugatdim.
uyimni oldida choy ichib o'tiradigan bizda kofexona, mana Qahvaxona, kofexona, qahvaxona. U yerda choy ichib o'tiradigan joylar bor, sahroni o'rtasiga joylar qilingan. Shu yerda ichib, choy ichib yonboshlab yotibman. Men ham insonman-da, toliqishim mumkin, yonboshlashga haqqim bor. Yonboshlab yotsam, bittasi mana shu yotishingda haligi nima ko'chalarda yotgan miskin bolalarni yo balonchilarni eslarmikinsan sen ham? Senga ham bunaqa bordi. Men aytdim, meni bu o'tirishim bilan ularning nima aloqasi bor? Hozir men ularni anaqa qilayotgan, kamsitayotgan joyim yo'q u. Bir shohona joyda o'tirganim yo'q, sahroda o'rtasida o'tiribman bu yoqqa olsa. Shunga o'xshagan odamlar yozsa kulaman. Negativ yozsa, ayrim payt asossiz bo'ladigan bo'lsa jahlim chiqadi. Lekin haligi oddiy narsadan ham yomon tarafini oladigan bo'lsa kulgim keladi. Reklama masalasida sizni obunachilaringiz og'riqli masala. ko'p bo'lganligi uchun sizga talablar bo'ladi. Tabiiyki telefon qilishar yo yozishar, aka, mana reklama qilib qo'ying, mana dorimizni, mana mahsulotimizni, mana xizmatimizni. Birinchi masala qancha ko'p, ikkinchi masala sizni saralashingiz qanday kechadi? Men ochiq aytaman, oldin bu narsaga kirishmasdim. Endi kuzatuvchilarimiz masalan oldin ham 150 mingta, 200 mingta bo'lgan, 250 ming. Mana hozir oxirgi payt she'rlar, monologlar, hayotiy gaplar, boshimizdan o'tkazgan gaplarni gapirib chiqqanimizdan keyin odamlarga ozgina manfaatli bo'layotganligi yoki kimgadir bir ruhiyatini ko'tarishiga sabab bo'lib podpисчик soni ko'paydi. Ya'ni 300 mingtadan o'tib qoldi. 300 necha mingta ham bo'ldi. Shundan keyin endi men aytdimki, shundan foydalanib o'zim masalani reklama oladigan bo'lsam nima? Masalan, har kim o'zini bahosi deyilmaydi. Vaqtini baholashi mumkin-da. Vaqtini baholashi mumkin. Shunga o'xshab, hammani qo'ya olmaysiz odamlar, meni ko'rayotgan odamlar, mendagi 300 necha mingta ham odam, ular meni kuzatayotganligida ha deb suiiste'mol qilib reklama qo'ya olmayman-ku. To'g'rimi? Ular meni nima uchun kuzatyapti? Saudiyadagi hayot uchun kuzatyapti. Yoki mendan bir ma'noli gap chiqib qolar yoki ma'noli bir kontent chiqib qolar, shuni eshitsam menga manfaatli bo'lar yoki meni qalbimdagi bir gapni gapirar deb turib kuzatyapti. Endi shu kuzatishdan foydalanib har kuni bir 20 tadan reklama qo'ya olmayman-da endi. To'g'risida. Masalan, to'g'ri, ularni suiiste'mol qilish bo'ladi-da. Ishoning, oxirgi payt bezilladim. Kecha kuni bir joyga nomini aytmay kofe olgani kirdim. Saboy ovolik yo'l-yo'lakay ertalab ichaman. Kofe olyapsam, hoji aka kofe mana, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Desamki, istoriya qo'yib berasiz-a dedi. Nima deb qo'yib beraman dedim. Desam, kofeni qo'yib berasiz. Men hali ichganim ham yo'q kofengiz dedim. Desam, ichib turib qo'yib berasizmi bo'lmasam deyapti. Ha, ichishim uchun 10 minut ichsam 10 minut siz yoningizda turishim kerak, birodar dedim. Masalan, endi nima deb qo'yib beraman? Qanday saralaysiz? Biz bilamiz, men fikrimcha reklama emas, birovga bir narsani ilinsangiz keyin u haqiqiy reklama bo'ladi. Biz sizga eng yaxshisini ilinamiz. Kecha kuni Abu Dhabi o'quv markazini masalan, endi reklamaga kirmaydi bu, ilm borligi uchun qo'ydingiz. Hech qanday do'g'irsiz bor. Haligi moddiy tarafdan kelishuvsiz bordik. Hech qanday kelishuvsiz. Borib so'rasanglar ham bo'ladi. Masalan, ilm bolalarga ta'lim borligi uchun, yana qayerlar? Yana shu odamlarga manfaat yetadigan bo'ladigan bo'lsa. Mana bugun ozroq hordiq chiqardim do'stlarim bilan, Andijonimizda yaratilayotgan sharoitlar ko'p. Oldingida dachaga chiqish uchun Toshkentga borish shart emas. O'zimizda ham Medcity katta klinikalarda chiroyli sharoitlar bor ekan. To'g'rimi? Uyingizda ish chiqib qolsa, kelib keta olasiz bir pasda uyingizga. Shunga o'xshab odamlarga manfaatli bo'ladigan narsalar bo'lsa, ilinsiz bo'ladi. O'shalarga ilinasiz. Ilinaman. Lekin siz suyunmagan, siz xohlamagan narsaga moddiyati yuqori bo'lsa-yu, yo'q, qo'ymayman. Sababi yaqinda yana bir joyda ham reklama qildim, ismini aytmayman. Andijonda bilasizlar, bitta narsa zavtri qiladigan, nonushta qiladigan joy yo'q. Oshxonalarda. Endi men asosan ertalab turganimdan endi u yerda lamon bor, xolos ertalabda xamir yonmaymiz o'zim. Mastavasi bormi? Bilmasa ekanman, endi bilib oldim. Oldin borda bilardim. Keyin ali turkcha nimani nonushtani yaxshi ko'raman. Set keladi-yu oldingizga. Shuni ko'rdim, yaxshi ko'rdim, keyin aytdimki, "Ke shuni ham qo'yib qo'yay." Nima uchun? Istab yurgan odam birontasi ko'rsa, borib nonushtasini qilib oladi degan mazmunda. Ilindingiz. Shu. Ilinadigan bo'lsa, qolgan agarda menga manzur kelmaydigan yoki boshqa bo'lmaydigan nima bo'lsa, moddiyat har qancha bo'lsa yo'q. Yo'q. Kiyinish uslubingiz, madaniyatingiz, kim qulaylikka borasiz?
tanlashda kim kenni ham tanlaydimi, o'zim o'zingiz tanlayman. tanlaysizmi? Qayerdan ko'proq xarid qilasiz kiyimlarni? O'zbekistondan Oxirgi payt Saudiyada. Saudiyada. Oxirgi payt Bu Saudiyada. yerda sifat borligi uchunmi yoki qiymat berganligi U uchunmi? yerda arzonroq. Arzonroq. To'g'risida arzonroq u yoqda. Nimaga desangiz, yaxshi brendlarda ham arzon bahoga olasiz. Mana hayit bayramlari arafasida katta skidkalar bo'ladi o'yinlarda. Shuni olaman. Keyin bir yaxshi odatlarim, yaxshi odat u ham. Ja unaqalik o'ta kiyimga muhabbatim yo'q o'zi aslida. Bir 3-4 ta futbolka ishtonlarimiz bo'ladi. Mana shunaqa oddiy ko'ylak,